Ben kırdım. Okey. Assalamu alaykum dünyanın arkadaşları yaşayotgan aziz vatandaşlar hammanglarga Allohning salami, rahmeti bo'lsin. Ulug' Ramazon bayramınız mübarek olsun. Aziz muhterem qarindoshlar, bugün gündüz saatlerinde diqqatinglarga assalomu alaykum vatandaş nomli programımızın bir ikki sunush plan qilgan bo'lsaqmi yetishamadik. İmkonlarimiz qisqa tufaylidan. Onun uchun hozirgi imkondan foydalanib turib yana tekrar bir muboraklik tilab hammanglarningki roziyati mübarek olsun tekrar. Bugün bu keç saatlerinde sizlarga diqqatinglarga sunmoqchi bo'lganmiz temimiz salohiyatga aloqador bir mazmun. Aziz muhterem qarindoshlar, İslam dini o kadar haq büyüklüğüne bakmay, bunun elçisi bo'lgan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin tarifati hakkında Kur'an-ı Kerim, hadis ve başka bütün tefsilatlarda onun salohiyati, ünvanı ve başka kilip çıkış qatarlıq her taraflarga qanchalik ahamiyat berganligi bir musulmon bo'lish bilan elbette xabardarmiz. Nima uchun shunday bo'lgan? Bu yoq bir masala borki, davoying qancha buyuk bo'lsa, salohiyating uningga loyiq mos tanasib bo'lmagan chog'da bu davo va yoki bu harakat, ish, faoliyat loyiq bo'lmaydiganligini isbotlab turibdi tarix. Onun için biz Facebook'umuzda bazen qarindoshlarımızdan sevmege yoki davoyingga loyiq salohiyating bilan kel yoki salohiyating loyiq davoying bilan kel degan taklifnomani sungan edik. Esinglar kelgan bo'lsa, qani bugun bu vaqtda maxsus izdinish ilib borgan yoshlarimiz ichida jangovar o'ziniki dadil fikrlar bilan to'nilib kelgan xalqimiz qalbidan belgilik o'rni olgan va hozir Şarq Türkistan Yaşlar Qurultayınınki katibi hesabida xizmat ilib kelayotgan Ümit Musabay, asli ismi Dilyar Musabay efendim ekranımızda. Assalamu alaykum efendim, hoş geldin. Ve aleyküm assalam, rahmet. Yetiniz mübarek olsun. Halkımız muhaciretteki ve vatandaki halkımızdan yeti mübarek olsun. İnşallah vatandagi xalqimizga eng yaqin kelgusida nusrat ato qilsin inshaalloh. Amin, amin. Ko'p rahmat. Oldi bilan sizni alayda vaqt ajratib, bugungi mushu fursatlarda oiladan jam bo'lish va boshqa shakllarda o'tkazish iborat g'animatdan voz kechib, ekranlarimiz orqali xalqimiz bilan diddorlashish va o'zingizning mazkur masalalar haqidagi jiddiyatingizni xalqimiz bilan o'rtoqlashishga iborat bir himmatga vaqt ajratganingiz uchun ko'p rahmat. Muhterem qarindoshlar, bu yerdan deb o'tib ketdik. Salohiyat masalasi bugun so'zlandigani. Bugun Dilyar efendininki taqdim qilishida bu vaqtda o'zining bayqaganlarini anglaymiz inshaalloh. Gap sizda. Marhamat. Bo'ludi, rahmat. Bu men bir material avatib qo'ygandim. Shuni ekranga beralsak, shuning bilan birga so'zlasak. Tamam. Tushunishliroq bo'ladi deb qarayman. Ham bu mening uslubim bo'lib qoldi. Bu ham old bilan bir narsa bilan so'zlab, ondan keyin savollarga javob berish. Oldinda birinchi betda to'xtalsak. Ketdi. Endi qarindoshlar, aziz vatandoshlar, hammalarga salom bo'lsin, hammalarning yetayinli qiti muborak bo'lsin.
Hem de gapni udulla başlasak, özgürüvatkan dünya vaziyetide Şarkı Türkistan Müstakillik Hareketi, bu davanın asli ismi deb qarayman, ikkinchi bosqichga o'tadigan bir davrga kelyapmiz. Ikkinchi bosqichga o'tishda, endi burun mesela xalqarada bu Sharq Turkiston masalasi xalqaralashgan bo'lsa, endi bundan keyin ikkinchi bosqichda buning siyosiy davri boshlanadi. Shuning uchun bu siyosiy bosqich boshlanadigan vaqtida endi bizga muhim bo'lgan narsa her kay bunda siyasileşiş için davanın aldı bilen mühim narsa salayet. Çünkü her bir salayetin özü güçlük hukuku oldu, hukukudun burun mesuliyeti oldu. Şunun için hazır Şarkı Türkistan davası da bizden birinci olup mühim kılıdığan narsimiz her bir kılıvatkan hareketimizde aldı salayetimizi enik kılışımız gerek. Esiniz bo'lsa, sizning programmangizda men Yaponiyadagi qarindishimiz Abdurahmon Hasan qarindishimiz bilan bir telefon munozarasi qilganda birinchi bo'lib shuni degandim. Men bir mustaqil kuzatuvchi, sizning salohiyatingiz nima? To'g'ri. Desam, o'zining bir salohiyatini o'tirib qo'ygan. Chunki salohiyatga qarab odamlarga savol so'raladi. Salohiyatga qarab uning mas'uliyati so'raladi, salohiyatga qarab uning huquqi bo'ladi. Shuning uchun burun ve müstakil kuzatuvchi olup bir xil tilda, bir xil mas'uliyat bilgan bo'lsam, hozir Sharq Turkiston yoshlar qurultayining bosh katibi bo'lish suhbatim bilan mening mas'uliyatim ve salohiyatim o'zgarishi kerak. Bu kasbiy ish qilishning asosi bu. Shunga hozir biz xalqarodagi Sharq Turkiston hareketida, mustaqillik hareketida biz buni kasbiy darajaga chiqarish uchun oyat berilganlar misollar, bu yana texnik ko'paytgan bo'ladi. Barliq shaxslar qilayotgan ishim vatan uchun men to'kib qo'shyapman, hammalar menga chavakchilish kerak shaklida emas bizning zihniyatimiz. Bu da'vo bizning majburiyatimiz, ham bu da'voda ish qilganda masaliyatning mas'uliyati ma'vu degan shaklda turishimiz kerak. Masalan, Sharq Turkiston yoshlar qurultayining bosh katibi bo'lish suhbatim bilan mening haq-huquqimdan burun mas'uliyatim keladi uchun. Shunga bir qancha xil salohiyatlar bo'ladi bir siyosiy harakatda. Bunun birisi aktivist, siyasetçi, akademik, bürokrat degandek. Mesela aktivistlerin kıldığı, siyasetçilerin kıldığı, akademiklerin kıldığı. Mesela aktivistlerin doktoru, ustazlarına dedi, garipçikler, Şarkı Türkistanlıklar doğrusunda bir qancha qitim doklad tayyorlatgan. Bu dokladlarda chiqqan xulosasi shu bo'ldiki, bu millatning ziyolisi ziyoliga o'xshamaydi, tijoratchisi tijoratchiga o'xshamaydi. Siyasetçi siyasetçiga o'xshamaydi. Bu bizning davodagi xamliq. Endi bugundan boshlab yoki bu davrdan boshlab aktivist aktivistdek, siyosatchi siyosatchidek, akademisyandek, bürokrat deganim diplomatlar, ya'ni bizning kasbiy lobbichilarimiz bo'lishi kerak. Buni birdan turib kelma. Hamma odam o'zining mas'uliyatini bilgan holda xizmat qilishi ve mesuliyetiga uygun kelmagan xatolik o'tgan vaqtida buni mas'uliyatini surishtiradigan bir mexanizm bo'lishi kerak. Hamma odam o'zi bilganini qilaverib, uni xatoligi, mas'uliyatsizligi chiqqan vaqtida buni so'rmaydigan bundaq egisi yo'q da'vo emas bu. Bundan keyin bu da'voning egisi bor. O bo'lsa-mu xalqimiz. Shunday salohiyat savol so'raymi? Buyurun. To'g'ri ko'rilsa. Hozirga qadar tanlash imkoniyati mavjudlik ustida bo'ladi-ku, ya'ni bor bo'lsa tanlagan oldu. Tanlab beri gül keltirib, yo'q bijvash piyoz mazmunida keladi. Bugungi kunlikda ko'pincha sohalarimiz o sohaning asli ahli bo'lmagan insonlarning qo'li bilan mangdi. Ya'ni ahli bilan emas, himmat ahli bilan, ya'ni kasb ahli bilan emas, himmat ahlining qo'li bilan mangdi. Bundaq bo'lgan chaqda siz davatgan sohalardagi bu xil talab bizga sal bo'ldimi qandaq? Endi bunun sebebiga qarash kerak. Sebebi kasb egalari yo'qmidi? Shuning uchun mangdimi yoki bo'lsa ular qo'shilmadimi degan savol chiqdi. Oldi bilan da'voning beshidagi mezgilda kasb egalari jiq emasdi. Buni e'tirof qilishimiz kerak. Yetilgan odam jiq emasdi. Davani qilganlar o'zining sharoiti bo'yicha boshladi bu davoni, Turkiyaga chiqdi, Turkiyadan g'aribga o'tgandi.
Ama şu jarayonda pişip yetiliş gerekti davamı. Yaş evlatlar yetiliş gerek. Şərqi Türkistan davası Uygurlarning insan hakları davası emas. Şərqi Türkistan davası 1884 2. Manju işgalidan başlangan 130 qancha 6 yıl olanda lık bir dava. Şunun için bu jarayonda evlat kelyapti. Bu hazır bizga keldi. İnşallah bizde bir nusret ata qilar Allah. Eğer bizde nusret ata qilmasa bu keyingi evlatlarni tayyorlashimiz kerak bu davoni. Şunun için adamlar bağımlıktı, yok mu degende bir şey de yoktu. Ama hazırki devirde bütün dünyanın hem yerinden yetilgen doktorlarımız, profesörlerimiz, yaşlarımız yetişip çıkıyordu. Hem de halkara vaziyet mi geldi? Bunu bir tertip salımız. Silişte biz mecbur. Hem de sağında bunu bir gündül bulduğu iş emez. Bunu bir projektden tedrici kılımız. Bunun için aldı bilen dava işçideki adamlar salahiyet meselesini düşünüş gerek, zihniyetinden. Bunu düşüngenden keyin hem adam özünün salahiyetini belgeleş gerek. İkrama çıkkanda ben siyasetçi, ben akademisyen, ben aktivist, ben talancı. Ondan keyin biz onun karta sual sorayımız, onun karta nersi kütümüz. Tamam. Şunun için bir şey de anandın keyin handak neme bolsa şu türde cevap kaytırıldı. Bir akademisyenni sen demiş ki namayışka çıkmaysa demeyimiz. Akademisyenin işi onun davası kalem bilen. Bunu düşünüş gerek. Şuna hem adamın işi okşumaydı, mesuliyet okşumaydı. Şuna bu yerge bir aylık kaytıp gelmen, mesela ötken haftanın yağı Ramazan vaktida köngülsüzlükler payda kıldı degan bazı qarindoshlarım bo'libdi. Nemish bo'lgani to'g'risida bir eslab o'taylik, andan keyin bu salohiyat masalasiga qaytib kelamiz. Keyingi ko'rinishga o'tsak, o'tganki hafta to'g'risida deganda oldi bilan ma'ni tushunishimiz kerak. Jidal bo'ldimi? Yo'q, jidal bo'lmadi. Bunday ishlar normal. İkincisi, cemiyetinin terakkiyatı nəsiyyət bilan bo'lmaydi. Taraqqiyında o'zgarmaydi. Mesela bazı qarindoshlar ikrarlarni ichib jidal qilmasanlar, urushmasanlar, Uyg'urlarni tishlamasanlar degan shekilda videolar ishlanyapti. U niyat to'g'ri. Ammo sotsiologiya nuqtasida aytganda bir jamiyat vaz nəsiyyət bilan yaxshi bo'lgan ish bo'lsa, dunyoning eng yaxshi jamiyati Afg'oniston, Pokiston, Hindiston bo'lgan bo'ladi. Eng jiq vaz nəsiyyət qilingan davlatlar bo'lishi mumkin bo'ladi. Ama cemiyet onda terapi kılmaydı. Cemiyet mevcut şekillengen şu insanlar ma'lum bir dereceye ekegen seviye ekegende bu seviye konuraydı. Konurgandikin yeni ideya, yeni fikir kirişi bilen krizis payda oldu abi. Mevcut establishment'a karşı, statikoga karşı Türkçesi. Bununla karşı o krizis şekillengendikin bu kalıkның ya bu milletinin ziyalileri, serhilleri, siyasi serhilleri, ticari serhilleri, maliye serhilleri, sanatki akademisyenleri bu krizislerini hal kılış yolunu tep çıkkandikin bu cemiyet ikinci seviyeye kötürüldü deyimiz. Şuna bizden cemiyetimizde hazır uygunuş ve krizis, yeni ideale yaratıvatkan krizis devri bu. Bunu manda düşünüş gerek. Bunu Nurgül Hanım Uygurlarının 3. qitim tuğuluşu degen hazır buluvatkan neyse Şərqi Türkistanlıklarının 3. cedidçilik hareketi. Abdülkadir Damullah başlayan cedidçilik hareketinin 3. qitim buluşu bu. Tuğuluşu kaytırma. İdeyalar yenilenevatıdı, fikirler yenilenevatıdı, doktorlar, profesörler, hem taraftan ideyalar itilip bu uygun iş devri deyimiz bunu. Bunun için bu nesler normal. Bunu cidal kılmanlar, söz kılmanlar, şükürler baskılanmaydı. Bu dünya tarihinde nesi yok. Bu normal neyse, emdiki gap, serhillar xalqni qanday yetaklaymiz. Ben hazır bir siyasi teşkilatның bir şey olgamsa, mende siyasi bir mesuliyet var. Jidal chiqarmaslik, xalqni urush qilmaslik. Bu mening mesuliyetim. Akademisyenning hammasining mesuliyeti oldu. Burunqidek ilqi shuk mavish tugidi bu devir tugidi qarindoshlar yeni ideyalar kiryapti, uyg'un ish davrini yashayapmiz biz 3. qitimlik jadidchilik harakati. Bunu unutmaslik kerak. Andaki qattiq söz yoki haqorat qilindimi degan temada ba'zi bir narsalar bo'libdi. Masalan, men bir nuqtani deb qo'yay. Arslan Hidoyat qarindishimiz. Qattiq söz yoki haqorat qilindi degan shaklda bir nima chiqaribdi-ki, o'zining ko'z qarshini o'tirib qo'yib. Buning ostida bir moncha narsalar bo'lib ketibdi-da.
Əməliyyatda Arslan Hidayət qeyrinişimiz Arslan bilen mən 10 yıllık avine. Avar bulmanlar qeyrindaşlar. O Arslan Sidney'de tuğulup çoğulgan bala, mən Sidney'de tuğulgan 10 yıl. Arslan bilen biz birlikte oturup kopkan, hatta birlikte namayış qilgan degandek. Şunun üçün Arslan Hidayət özünün fikrini oturup koydu. Abi aslidagi xalq men imdodiman, xalq majra yo'q, qilmaymiz. Ma ustidagilar bir-birisiga fikr qaytarish kerak. Bunga javob qaytargan odam qaytarmagandan keyin tegidi mundaq nimichi xalq qalayimqancha. Men buni uzundan buyon da'vatman. Xalq shimish kichik o'tirdi, beshidagilar munozara qiladi. Tamam, shunga Arslan qeyrinishimiz o'zining fikrini o'tirib qo'yish erkinligi bo'ladi, uni men hurmat qilaman, yo qo'shilmayman, ayrim masala. Ama o normal düşünüş gerekçe ve Arslan Hidayət qeyrinişimiz işkimiz ertügün yollarımız kesişip kalamdı. Allah bilir de bu davada biz burun bir faaliyetlerini qilgan ertügün yeni kesişim mümkün çünkü. Şuna bunu bir dep koyayım. Andaki siyasi til qanday boludu deganni bir qo'shimcha so'zlab o'tay. Bazılar ilmi bulmaptı bu narsa mesela Arslanning nimasidan badi. O ilmi narsa emas o birinci yazma. O siyasi yazma. Siyasi til, karşı tarafının siyasilaşkan vaxtida cevap şunda keldi. Bolup mu siyasetçinin en asası kaidesi sen andakçı mandakçı sözü çıkması gerek. Sen pişnik pasatçı boğanda ondan sonra sen nemiçi bilen cevap geldi. Yani bu yerde bir tuncu tecrübe, ders şeklindeki bir nersi o. Eğer siyasi salayet bilen çıkıp ondak yapsan cevabını manda kalısan diyen. İkincisi akademik yazma bilen çıksan manda kalısan diyen nersi de. Ona bir kelimesi. O ekrandaki nersini üçüncüsü gibi ötközsek ben hem ekrandaki hemen körüp sözlüsem yapıyorduk ki hazır körmedim. Ay gelmeyi yok ettim o. Emdi kileyli. Ben mavu nimede bizden şu boğan neside bir halkımızda bir tonuşturuş şeklinde ben bu andak bir nesini vermekçi. Yani bu yerdeki asas mesele, minin tutkan meselem bu münazir cariyanıda. Qeyrindaşlar mesela Pan-Türküs yeni bölümü degen Şinjançı Xiyalizm idisi degen doğrusu yazdım. Ben Cıkkı xalqın bununla nimi yaptı, bunu tekimi açsandı. Ben her bir sözünü, mesela sahtipazlık, yakınması Xitayçı dapşaklık degen gaplarını ben bir kadımda özem uydurup çıkarmadım. Bu akademiyada bazı sözler, kulağa kelimiz. Şunu aldı bilen biz mani düşünüşümüz gerek. Dünyada bizning nima uchun Uyg'urlarda necha xil ko'z qarashlar bo'ladi desek, şu bizning tariximiz to'g'risida. Bazılar bek Uyg'urcha, bazılar Sharq Turkistoncha, bazılar Pan-Türkis deb sakraydigan bu ishlar nima uchun mavjud deganda, bizning tariximizni tadqiq qilgan dunyoda 4 iqlim var. Bunun birincisi aldiki nimani ochganmiz. Bunun birincisi Türkologiya. Türkologiya hergizmi Türkiye'nin ilmi emas, Türkiye çıkargan narsa emas. Türkologiya xalqarалық bir o'lcham. Türkologiyadan keyingi gaplar uzilib qoldi. Türkologiyanın resmi yazmış şekilde başlanışı bizden babamız Mahmud Kaşgari'den başlanıyordu. Şunun için Türkologiyanın atısı da kabul kılınan adam Mahmud Kaşgari de qarılıyordu. Bu hem de xalqaradaki ölçemlik iqlim, ölçemlik ilim muşu. Türkologiya ilmi de şu işletilgan materyallar qaysı deseniz Xitayning qannamisidan tartib bütün klassik eserleri bizning Mengü Taşlar, aniki Xaqaniya davridagi eserler, aniki Çağatay davri, Osmanlı, Selçuklu bütün şu mənbələrdəki materialların hamısını işlətən objektiv ilim sahəsi Türkologiya. Bizden tariximizi tədqiq qıldı. Türkiye'de Türkologiya sahəsində bizden yetişkən ustazlarımız bekçib tarixini şulardan öyrənimiz. Bunun gayli kelime. İkincisi, xalqarada bizden tariximizi tədqiq qıldığı yeni bir iqlim orientalizm. Orientalizm degen İngilizler çıkargan şu 1500 yıllarda 16. asırda Türkofobi degen bir narsa çıkan. Fobi degen qo'rqash degen gap. Türkofobi degen Türklerden qo'rqash degen gap. Türklerden qo'rqaydigan bir psixiklik bir
alet, keyin sosyal aletga, keyin siyosiy aletga o'zgarib ketganda. Nima uchun deganda Qonuniy Sulton Sulaymонның davridagi Osmonlining yuksalgan davri, Viyenaning bir, ikkinchi qitimli qo'rshovi degandek narsalar qo'rqitib o'tgan Yevropani. Shuning bilan bular turklarni nihoyatda qo'rqinchli, nihoyatda bekişi Türkler emas, Sharqni, ya'ni musulmonlarni ashunda ko'rsatadigan bir iqim chiqargan. Bu iqim ta 1970-yillargacha intayin yaxshi taraqqiy qilgan ularning nazarida, ammo bu ilm emas, bu racism. Yani irqchilik bu. Buni ilm demaydi hozir. G'arbning akademisyenleri orientalizmni o'zlari cho'kirib o'tdi. Shunga uchinchisi Xitoycha dapshaqlik. Xitoylarda qovxiy shuya degan bir narsa. Meni Xitoycham yo'q. Qahramonbek yaxshi emas, kechirsizlar. Qilillik, qarilik san'ati, ya'ni dapshaqlik san'ati deb tarjima qildik-ku buni ustozlar. Bunga ele kelima. Bu Xitoyning butun tarixini burmalaydigan narsasi. Abdunum rayonluq til qassoblar komiteti deb ism qo'yilganidek, Abdunum rayonluq tarixni burmalash komiteti bor. Ularning ishi mushu. Anadaki to'rtinchisi Rus iqimi. Rus iqimi Marksist sotsiologiyani asos qilgan, beshida sinib boy kambag'alga qarab ikki millat arvatgan, keyincha eng kichik nimalargacha, farqlargacha, ya'ni turk deb atalgan xalqlarni bo'lib o'tish uchun ishlatilgan bir yasab çıkılgan bir ilim. Bunun hozirgacha ta'siri O'rta Osiyoda eg'ir. Bularni hozir texim ochaman. Keyingi nima ko'rsak ekranga. Türkologiya temasida ma'u nimada alminda xitim to'sliq qildi-da o'zimdan yetdik, tamam. Türkologiya şu Mahmud Qashqari buvimizdan boshlanadi. Mahmud Qashqari buvimizning yozgan kitobi Divanu Lug'ati Türk. Uning ma'nosi turkcha lug'at degan gap. Ya'ni divan degan yo'g'on kitob, lug'at degan lug'at, turk degan turk. Turkiy tillar divani emas. Turkiy tillar divani degan bizning vatanda tarjima qilinganda, Turkiy millatlar degan o Rus sotsiologiyasi va Xitoycha dapshaqlik orqali ashuni qo'llash orqali qo'yilgan ism bu. Asli undaq emas. Ya Türk şiirlerinin lügatı deyimiz, ya Türkçe lügat deydi. Bunu Türkologiyada. Ama doğrusu divan-ı lügatı Türk, ya kumsa divan. Divan asli Arapça yazılgan. Mahmud Qashqari Bağdat yaşavatgan vaqtida mındaq bir narsa bo'lgan. Arab tili dinning tili, islomning tili, shuning uchun arab tili eng go'zal deydigan bir hukm bo'lgan shu vaqtida. 76-77 yıllar tugagan, 77 tugagan bu kitap tamamlangan. Şu davrda dinning tili Arabcha degan vaqtida bizning buvimiz dindimi yetishgan odam. To'g'ri, dinning tili Arabcha, Arabcha nihoyat go'zal, ammo turkcha bilan Arabchaning farqi yarışda çepivatkan, beygidi ketivatkan ikki atning beshchilikli farq qildi. Bir azroq va oldida, bir azroq keynida deb bu kitobni yozgan. Kitob arabcha yozilgan, arablarning turkcha o'rganishi uchun. Bu bir lug'at. Bugungi lug'atli qanday bo'lsa, shunda lug'at. Turkcha so'z va arabcha yashmisi bor. Shuning uchun bu kitob asli arabcha yozilgan, 1915-yilda Istanbulda tepilgan. Bir adam tarafidan bu kitap urushdan setib olinib, keyin bu kitap bayqalgandan keyin 1917-yilda xatoysim qilmasa bu tarjima qilingan. Shunga bu kitobning boshqa tarjimalari bor, Uyg'urchadan boshqa tarjimalari bor, inglizcha, germancha har xil tarjimasi bor. Shunga Divanu Lug'ati Turkni qilganda, o'qiganda biz har qaysi tarjimalarni tang ishlatishimiz kerak akademik sohada. Gerçi ben Türkolog bo'lmasam-mu, ammo qiziqishim bu boshqa. Ben bu kitapның İngilizcesini, Türkçesini, Uygurcasını o'qib bakkan. Üçüde o'xshamasliklar bor. Bo'libmi Uygurcasida ba'zi bir sotsializmning ba'zi bir ta'sirlari yo'q emas bor. Shunga bu hamda türkologlarning tadqiqot doirasi, men bu yerga kirmayman ichiga, faqat tanishtirish shakli men o'tib ketdim. Türkolog ustozlar bu to'g'risida ajdodimizning kimligi to'g'risida bir tushunchalarni berib o'tishini men umid qilaman. Hem de ikinci bunun kendiki görünüş görsek, orientalizm degan mana aldığa. Orientalizm degan İngilizlarning Türklardan qo'rqib ketgan narsa mana bu. Ya'ni
Bular şu musulmonlarni choshqonlarga o'qishdi. Mushuklarga o'qishdi sizga rasmlar va undan keyin ma'lum Osmanlıning haram deb bir nimasi bo'lgan. Bu haramga erlar kirolmaydi Osmanlıning. Mening ma'lum xalqaro munosabatlarda men O'rta Sharq nimasidimi, submajor O'rta Sharqda mening Osmanlıning tarixi. Shuning uchun men shu sababdan so'zlayapman buni. Bu haramga erlar kirolmaydi qolgancha. Ma'lum Yevropalik sayyohlarning Fransızlık qo'shilgan keyin bunga aşı o'zining kallasidagi bir podshoh o'rtasida ayolni yalang'och usul o'ynaydigan ya o'xshaydi deb kallasidagi shahvoniy havisini turklar mana mandaq deb sizga rasmlar. Orientalizm mana mushtaq narsa. Musulmonlarni yoki O'rta Sharqni hatto Xitoylarnimi, ya'ni Hijroq Sharqnimi, g'arb bo'lmagan boshqa hamma odamni ashunda kamsitadigan bular shahvoniy bular choshqonga o'xshaydi. Mushundaq ilm orientalizm. Bugun Uyg'urning ichida orientalistlar bor. Mishada bir savol so'raymi? Buyurun. Hozir ava haramga kirilmaydigan o'rin deyildi. Musulmonlarmi shaklangan bo'ladi-da, chunki xos o'rin. Albatta bu orientalistlar taxmin kirolmaydi, chunki u rayonda sharqan bilmish bo'lmas saat tufayli. Buyda bo'lganlar uchun u bir uning nisbatan ma'lumotni aniq olmagan, faqat taxmin qila oladigan, shunday bir muhitda qanday bo'lish mumkinchiligi bor deb o'zini ichidagi o'zini shuni o'rniga qo'yib turib, men bo'lsam ashad qanday qilardim degan tasavvur bilan o'tirib qo'yildi deb tushunish bo'ladimi shuni? Albatta, aylik Osmanlı tarixiga kirib ketmaydi, bugungi temamiz emas, ammo haram urushni qarshi tarafdan kelgan yetim qolgan yoki bo'lmasa urushda setilib kelgan qizlarni akirib tarbiyalab shahzodaga ayol tarbiyalaydigan yer xonish. Osmanlıning 624 yil tik turishining har qanday imperiyadan uzun tura olishining sababi xonadon ichidagi jidalni azayta olganligi. Ya'ni agarda siz bir boyning yoki vazirning qizi bilan to'y qilsa, bu podshoh o'lgan vaqtida xonish bola kichik bo'lsa, shahzoda u cho'ng'igacha vazirning oilasi, bu xonishning aka inilari huquq talashib urush chiqirdi ichida. Shuning uchun Osmanlıning qoidasida amalvos sirtdan hech qanday urug' tuqquni yo'q qizni akilib, uni tarbiyalab, musulmon qilib, uning keyinda uni xonish tayyorlaydigan bir sistema bu. Shuning uchun ham haram to'g'risida jiqilg'i ideologiyalik talash tortish va akademik narsa, masalan, jumhuriyatchilar so'g'al o haramning xususiyati emas, faqat o'zi ko'rmagan narsa nisbatan gumon o'tirib qo'ygan chog'da inson o'zini shuni o'rniga qo'yib turib, men bo'lsam, mushundaq bir ish qilaman deb taxmin bilan o'tirib chiqirdi-da buni. Bu hozir nurg'un fikr. Bu biz to'xtab qolsak bo'lgan tema emas. Ya'ni gap shu. U yerga hech kim kirolmaydi. Podshohning onasi kiralaydi, podshohning onasi kelin tayyorlaydigan yer. U yerga o sayyohlarning kirishi mumkin emas. Shuning uchun shundaq narsa orientalizm. Bugun orientalist zihniyatdagi Uyg'urlar ben ziyodi deb juda odamlar bor. Musulmon kimligidan tuvan ko'rdigan, o'zining xalqini tuvan ko'rdigan bundaq odamlar bor g'arbda. Ammo shuni unutmaslik kerakki, bizning kimligimiz biz Mahmud Qashqariyning, Yusuf Qasajibning, Alisher Navoiyning avlodlari. Shuning uchun orientalist zihniyatdagilar Sharq Turkistonliklarning ziyolisi emas. Buni aniq bilaylik. O'zi do'ngimiz tugi chiqib olib, unda yuqoridan xalqqa qaraydiganlar bizning ziyoliyamiz. Bizning ziyolilar xalqning kimligini o'zining kimligi deb ko'ra olish kerak. Shu vaqtida bu bizning ziyolilarimiz bo'ldi. Bu orientalizm degan shu. Keyingisiga o'taylik. Men ekranni ko'ralsam yaxshi bo'ldi, ekran yo'qotdim. Orientalistlardan rahatsız olgan qarindoshning inkaslarını ko'rib qoldim-da, shuni aytib ketgan. Xo'sh. Ya bu bizda endi kelaylik, qoldi ikisiga. Ha, tamam, men aytdim. Shuni almashtirmaysak. Buni oldik yani. Xitoycha dapshaqliq, qo'qish degan. Bu 1911-yili Ashchonsular yiqildigan vaqtda bir Xitoyning yozgan kitobi-ku bu. Men u Xitoychisini men nimasini topdim rasmini, ammo men inglizchisini men o'qigan. Fake Black Theory, ya'ni qilin qara nazariya yoki san'at. Bu nima degan vaqtida Xitoyning buni bir yashashda, tijoratda, hamma hayotda ishiltidi bular. Oldi bilan bezda qilin bo'lamiz. Ondan keyin qap qara bo'lamiz, futimiz. Bu da
Qelin degini özünün qandaqlığını göstermeslik. Qanda bolsa aşınғы təəttür görünüş. Küçük olsa aciz küçük görünüş. Ta ki ahirki paytgacha. Aniki qara degini hamma narsani o'zgartirib, shu aqlni qara qilib so'zlayverish. Shuning uchun buni akademiyaga salsak, bu bizning tariximizni, Şinjan azaldan bizning bir zaminimiz, bizning bir parçamız degan qelin, qara yolg'onchilik. Buni türkologiya ilmi, bütün g'arb dunyosi e'tirof qilgan ilm uni e'tirof qilmaydi. Ama bular shunda deydi-da, mana shu qelin ham qaraliq. Tarixni burab yozilgan. Bu narsa ba, ya'ni Xo'qiy sho'rga Xitoycha dapshaqlik degan narsa men topgan gap emas. Shuning uchun to'rt iqlim so'zlarimiz rus iqlimi kerakli, bu daqiq iqlim. Bu daqiq. Bu daqiq almashdi. Bu Rus iqlimi degan shu mishadagi yashayotgan xalqlarni Rossiyaning, ya'ni Sovetlarning manfaati uchun parchalash, bo'lish uchun chiqarilgan bir narsa. Buning eng tetiksiz shakli hozirgacha davom kelayotgan Yusuf Qasajib, Mahmud Qashqari Uyg'urmi, O'zbekmi, Qirg'izmi degan tetiksiz savol. Tarix shu. Yusuf Qasajib, Mahmud Qashqari, Alisher Navoiy qatorliq ajdodlarimiz Qaraqallılar davrida yashagan. Qaraqallılar degan davlat bugungi bizning Sharq Turkiston va Farg'ona vodiysida mavjud bo'lib turgan. Shuning uchun Farg'ona vodiyisidagi qarindoshlar biz bilan birga yashagan. U vaqtida masalan divanga qarasak yoki Yusuf Qasajib Uyg'urcha deb gapirmagan, Turkiston tili deb yozgan tutatqi birlikda. Mahmud buvimizning nim deb yozgani va biroz akademik saxtipazlikni ko'rdinglar. Mahmud buvimizmi Türk deb yozgan. Ya'ni divan hem so'zlik, hem Türk xaritalardan Türklarning nerede yashaydigini, sosyologiyasini, ya'ni cemiyetshunosligini barliqqa keltirgan ilm, ya Türklarni tadqiq qilgan ilmning başlanış noktası bu. Şuna bu devirlerde Özbek degan isim yok. Bu devirlerde Kırgızlar var. Kırgızlar, Özbekler, Uygurlar ile Özbekler karlıklar. Ve bugünkü bugün Uygur atalgan bizler ve Özbekler karlıklar, yani okşaş kalıp. Kırgızlar yeni bir Türk kabilesi ama ulama karhalının içinde yaşayan Kırgızlar var. Şunun için Mahmud Qashqari Uyg'urmi, O'zbekmi, Qirg'izmi degan savolning javobi Mahmud Qashqari Uyg'ur, O'zbek, Qirg'iz va Turk. Hammasi. Tushundinglarmi? Bu Uyg'urga yo O'zbekli bizningki qilib oldi degan ruslarning yasab chiqqan sunniy jidili bu. Tushundinglarmi? Buni turkologlar, kasb ahllaridan so'rash kerak. Bu Rus iqlimi degan shundaq narsa. Marksist sotsializm bilan, Marksning nazariyasi bilan sotsializm chiqarib parchalashdik narsa. Buna bu tetiksizlik bugungacha bir davlat davosiniga qutli qashang bo'lib, qutli so'rilib kelayotgan narsalar mushular. Keyingi bet ko'taylik. Qarindoshlarning savollari bo'lsa yozib olsa, ili so'rasi bo'ladi. Ha, kelaylik. Men saxtipazlik degan so'zni ishlatdim. Saxtipazlik degan so'z amaliyotda men yumshatdim so'zni. Asli akademik fraud degan, akademik qo'ymachilik degan. Bu men topgan gap emas. Mana ko'rayotgan ekraninglar, men bu yer bir qiziqchilik olsin deb ma'lumot oldim. Amerikaning Virginia universitetining to'rbiti. Uyg'urlar Virginiyada jiq yashaydi, shuning uchun maktabni oldida o'tganda men esaga keldim. Virginia Üniversiteti'nin torbeti deydi ki, akademik fraud, yani akademik qo'ymachilik degan nima degan, birinchisi plagiarism degan ko'chamikeşlik. Onun degan bedbatmagash ayrim kesib qo'shdim. Aslida bor bo'lmasa, false citation, yani yolg'on manbani yolg'on ilish. Aslıkisi false data, yani yolg'on uçur berish. Manbalarni o'zgartirish yoki bo'lmasa yolg'on uchur berish g'arb akademiyasi ya dunyo akademiyasida Xitoydagi dapshaq davlatlardan boshqa akademiyalarda akademik qo'ymachilik deb ataladi. Va bu qitim bo'lgan ish agarda inglizcha yozilgan bo'lsa bu maqola va men inglizcha yozib tutib olgan bo'lsam va buni yozgan qarindoshimiz
bir üniversitede okuyatkan ya ders ötüvatkan birisi bo'lgan bo'lsa, hozirgacha maktabdan qo'yiladi. Garip ölçümede. Yoki bo'lmasa ig'ir bir ogohlantirish oladi, ya maktabdan qo'yiladi. U bundan keyingi hayotida yozgan maqolasini hech kim o'qimaydi. Buni g'arbda universitetda o'qigan qarindoshlar, akalar, ustozlar, ini-singillar yaxshi biladi menimda aqlim. Shuning uchun men ishlatgan siz saxt faz degan gap asli akademik qo'ymichilik degan gap. Bu men topgan gap emas. Masalan, siz diniy ilmlardan so'zlab bu narsa farzmi, sunnatmi desangiz yoki joizmi desangiz, o so'zlarni siz topgan so'zlar emas. Shu ilm sohasining so'zlari shundaqmi? Xo'sh. Bu akademik Freud, Xitoycha dapshaqlik degan men ijod qilgan so'zlar emas. Bu shu sohadagi so'zlar. Buni akademiyada shunday ishlatadi. Masalan, bir amerikalik bir professor başında tutulup qalsa, onun ertesi gün peşansı yeydigan tamga ana sizlar ko'rgan tam o'sha ustidagi akademik qo'ymichi deydi uni. Shunga keyingi betga o'taylik. Kelayli Şinjançı xiyalizmga. Bu Şinjançı xiyalizm abay ko'rganinglardek Rus Türkologiyasida ya Rus iqimi bilan Xitoycha dapshaqlikning aralashmasida chiqqan narsa bu Şinjançı xiyalizm. Bu yerda bizning Sharq Turkiston davosining bir ayıbı var. U nima deganda Sharq Turkiston davosi 40 yil, 70 yil davo qilgandan keyin aslida chet elda, muajiratda bizning hem akademik hem siyosiy bir bulutdek bir mexanizmimiz bo'lishi kerak. Vatandan chiqqanlar buning ichiga kiriblar, oldi bilan lug'at so'zini almashtirish kerak. Turkist yoki bo'lmasa Şinjan Abdunum rayoni G'uzji voqeasi, Urumchi voqeasi deydigan Şinjançı xiyalizmning yoki Xitoycha gaplarning hammani o'zgartirib, G'uzji qirg'inchiligi, Urumchi qirg'inchiligi deydigan bo'lishi kerak. Bu shart bu. Masalan, Xitoylar Nanjing qirg'inchiligi demay Nanjing voqeasi deb qo'ygan nima deydi ki? Bu narsalar muhim narsalar. Bizning ashunday bir mexanizmimiz bo'lgan bo'lsa, chet eldan, vatandan yeni chiqqanlar chet elga chiqqanda biz ashadning siyosiy ideologiyasi, Xitoyda qandaq yolg'on narsalar bor, hammasini o'tirib qo'ygan bo'ladi. Ham hozirgacha xo'jalar to'g'risidagi Xitoyning ichida yozilgan, sotsializm uchun yozilgan qandaq betbashiri asarlar chet elda tushunmagan bo'ladi. Betbash asar deymani axlatlar. Bu yerda men xo'jalar to'g'risida bir gapni deb qo'yay. Xo'jalar davrida Uyg'urlikni inkor qilgan deb yozibdi qarindoshimiz. Men degandek xo'jalar davrida Uyg'urlik degan gap yo'qdi. O gap 20-chi, ya Uyg'urlik degan so'z, ya Uyg'ur degan so'zni demayman. Uyg'urlik degan millat ismi yo'qdi. U Fransiyadan kirgan narsa bizga keyin 20-chi asrda. O vaqtda xo'jalar bu vaqtda millat desiniz, musulmon millati, musulmon emas millati deydi o vaqtda. Millat degan so'zning hukmi shudir. Endi bu yerda qasddan qilingan bir narsa, buni bilmaydigan odam emas qarindoshimiz. Endi bu yerda mening biroz xalqimizning diqqatini tortadigan narsa qarindoshlar. Xitoylarning bu xo'jalarni bizga undaq yomon eski mandaq qaloq deya, bandaq deya diniga ishonmanglar. Rast Reydiya devleti aqtaqlıq, qaritaqlıq bulup bölündü eşkiga. Rast o şu vaqtida bir g'aflat bo'ldi, bir çöküş bo'ldi. Onun çöküşünün sebebi bütün İslam dünyasının İpek yolunun çöküşü onun asli sebebi. Bütün İslam dünyası çöktü aşı devrede, deniz yolu içilgandan keyin. Bizde mi aşındaq vaqalar yüz berdi. Rast aşındaq ishlar bo'ldi. Tibetlarni oldiga verib yalvurdi rast. Ammo xo'jalar degan 200 neçə yıl mevcut bo'lgan bir andiza bu. Bir qitimliq bir davlatning çöküş tarixi qarabli xo'jalarning hammasi tamg'ini urush bu Xitoyning ishi. Xo'jalar aqtaqlıq, qaritaqlıq deb biz nafratlangan yoki Abduvali Ayub efendimdek Şinjançı xiyalistlar nafratlangan şu xo'jalar Manjular kirgandan keyin Abbaq xo'ja 200 yil yashimidi qarindoshlar. Undan keyingi xo'jalar batdi. Bu xo'jalar 200 yil urushdi Manjular bilan. Masalan, Yaqubbek davlat qurishdan burun
o teşhide tanıtıp ketkeşke derezde yok başka ayakı karıyorduk var mı? Bunu oparanda kaplanmayı. Yakup Bey Bedevlet nime qilishdan burun, davlat qurishdan burun 1820 yillarda 1820dan 27gacha xo'jalar to'plangan bir davr bo'lgan. Bu davrda bizda Jahongir Xo'ja deb bir odam bo'lgan. Aqtog'liq shu adam, Aqtog'. Shu biz ashular nafratlangan Aqtog'liq, Qartog'liqning Aqtog'liqi. Jahongir Xo'ja Manjularga qarshi urushib, oxirsida tutilib, isyon bostirilgandan keyin Ceddi cemiyeti kırgın kılınıp Şarkı Türkistan'da. Özü nimige Beijing'de piyade yağlap akırılıp Beijing'de şu Çin sulalısının nimisi terpidin imparatorı terpidin, padişahı terpidin soğurak kılınıp Beijing'in içinde 2-3 hafta çamı kesep kılınıp ahırda parçalap öldürülüp ustaları Beijing'deki iştilaga taşlap verildi. Bu adamın ismi Jahongir Xo'ja. Mana şu adam Aqtog'liq Xo'ja. Bularga Xo'jalar undaqdi, mundaqdi deb Xitoyning og'zi bilan til tekkizish vijdonsizlik, adabsizlik, sharafsizlik. Buni unutmanglar. Mening ochig'im kelgani Abduvali Oyip efendimning o'zi emas, ma zihniyat. Chet eldimi so'rab juramdik biz bu zihniyatni? Ma'nın qabilinim. Bu zihniyatni kömümüz inşallah bu bitim. Bunundan keyin Şinjancha, realizm, Xitoycha zuvan endi yig'ildi. O davr tugidi. Şuna bu xo'jalarga kelganda og'zimizni chaqirib 200 yillik tarixni obdan o'rganib, andan keyin so'zlaymiz. Bedel to'ladi, bu ustozimiz bedel to'ladi emas. Bedelni Jahongir Xo'jadek to'lamagandi u. Bu ustazımız yana birisi bedel to'ladi emas, sening Dilyar Musoba ya Umid Musoba sening yozgan maqolaning ma parchasi xato yoki ma parchasi to'g'ri. Mandaq analiz qilishni o'rganaylik. Bir odamning qilayotgan ishi, ya'ni Abduvali Oyip efendim bilan mening o'tirib shaxsiy hech qanday ishim yo'q. Mening qarshi turayotganim birinchisi zihniyat, ikkinchisi salohiyat, uchinchisi akademik axloqsizlik. Bu akademik axloqsizlik degan men topgan gap emas, ya'ni akademik qo'ymachilik degan ilim sahasida banesi. Endi kelayli, mushu Şinjancha xiyolizmda Pantürks degan qarindoshlar. Bundaq so'zlar kelganda tarixni tarixchidan o'qiydi. Masalan, doktor Nabijon Tursun muallimning nimasini men qo'shib qo'ydim. 9 odamning Uyg'uriston orzusidan Sharq Turkistongacha degan maqolasi bor. Bir qancha yillar o'tib ketdi uni yozilgani mening bilishimcha. Şunu okusun o, aşağıdaki üzüntüne koşup koydum başka dostlar doğru çıkarıp diye şunu doğru koydum. Şuna Pantürks degen söz düşman koygan isim. Bizden ecdatlar men Pantürks dep koçuğa çıkmagan. Men Türk milletçisi dep çıkkan. Çünkü bizge milletçilik kirgen vaqtida 1915'te Divan-ı Lugatı Türk tepildi, o 7'de Türkçe tercüm kılındı. 1930'larda bizden ziyalilerimizden kutluk şevki bunu tercüme kılmakçı olan. Yani bütün dünyada milletçilik başlanıvatkanda bizge 1000 yıllık Türk milletçiliğinin, yani Türk sosyolojisinin, Türk kimliğinin bir ul teşi olan bir kitap çıkandıkken bu şiddet bilen taqagan dünyada. Bunu taqatqa adamlar biz Pantürks demigen Türk milleti deb taqatgan. Çünkü kitap şu. Şuna Pantürks degen Xitoy qo'ygasim. Agarda bir psixopat Uyg'urlarni chanto desa nim deysa, yangrovchan desa nim deymiz. Şuna bugun Pantürks degan gap og'izdan chiqayotganlar amaliyotda Uyg'urni chanto, yangrovchan degandek o'xshash narsa. Xitoyning zuvani bu. Agarda ya buni bundaq emas deydiganlar bo'lsa, o'qisin, oldida o'qisin. Shu doktorlarimizdan va Türk milletçiliği doğrusidagi kitaplarni bir o'qisin. Rus iqimidan Xitoy dapshaqligini bir chetga tashlab qo'yib turib o'qisin, andan keyin tushunadi. Shu ekrandan chiqarganmisiz? Shu ekran bo'yicha men davom qilaveray. Aldırki betni ve ana kısmını yap üstü mümkün. Bunu şu ekran tüyüyeceğimiş, ekran çıkıptısı olduk ya, menen çıkışımdan maaşt yok. Onun dikim bu kitim nimede bulsun, o
Amerika'daki kanunda olsun, Amerikalıklar pan-Türk stop ketdimi degan bir savol chiqdi endi. Amerikalıklar pan-Türk stop ketmedi, olu bizning tariximizni biz topdan biladi. Shuning uchun. Anadaki Şərq Türkistan ulusal kimligi Uygur'unu rad qiladi deb bir nimalarni so'zlab yuradi. Bu yerga men hozir buni tushundirmayman, chunki gap o'zaro ketadi. Buni ayrim tema bu. Şərq Türkistan ulusal kimligi Uygur'unu rad qiladi deb yoki bizning Uygur'ni rad qilaydi degan bir jumlamizni, bir yeziqni yoki bir kitob yozildi, u kitobdan bir abzasni ilib so'zlash kerak. Axloq bo'ladi, axloq. Bo'lmasa, hamisi quruq gap. Shunga keyingi betga o'tsak, savol javobga jiqiraq nima chiqaraydi? Endi kelsak, qarindoshlar. Xitoylarning o'tganda chiqargan Aqtaşlı kitobini ko'rgansizlar. Uyg'urlar Türk emas dedim. Bu yerdagi maqsad shu. Uyg'urlarning madaniyat jihatdan kesish. Madaniyat bilan kulturining farqi bor. Bizning madaniyatimiz Mahmud boğularımız yaratgan Türk İslam medeniyeti. Mahmud Kaşgari undaq addi adam emas qarindoshlar. Bunu unutmanglar. Mahmud Kaşgari kilovatgan bir qaranglar, buni mendaq tushundiray. Dunyoda 4000 ga yaqin til bor, 4000 ga yaqin millat bor deydi, ya'ni bugungi demamizcha. Ammo 4000 ga yaqin millatning 4000 ga yaqin kültürü bo'lishi mumkin, hammamizning bugun yashayotgan shaklimiz. Ama dünyada 4-5'li medeniyet var. Nimo desek, G'arb medeniyeti, İslam medeniyeti, Şərq medeniyeti deyilgan mandaq atıldı medeniyet degan. Amerika medeniyeti deb yaqinmaymiz. Amerika kültürü. Ama Amerika'nın medeniyeti bu G'arb medeniyeti. Şunun için bizning medeniyetimiz İslam medeniyetinin bir parçası. Bu yerda acayip bir narsa borki, mush İslam medeniyeti Arap kültürünü birleştirgen asasda medeniyet taqab, bütün dunyoga yeyilib, yengib bizga kelganda bizning boğularımız Arap kültürü bilan kelgan İslam medeniyetiga Arap medeniyet kültürüden azroqni ilib, Türk kültürünü qo'shib, bu medeniyet keyniga taqaban. Shuning uchun bugun bizning Sharq Turkistondan Balqonlarga borgacha Kosovo, Albaniya diye yerlergiçe İslam, Arap İslam medeniyetinden farqlanadi bizning ba'zi bir nimalarimiz. Bunu Türk İslam medeniyeti yoki Kaşgar medeniyeti deb ataydi. Bizning dunyoda bir medeniyet, mesela G'arb medeniyeti qadimki Rim ve qadimki Yunanistondan, qadimki Grekdan taqab Angliyaga berib, u yerda inglizlarning kültürüge uchrab, keyiniga qaytib kelib o'zgargan ish yo'q dunyoda. Ama bizde İslam medeniyeti Arap kültürü bile bizge kelib, bizden Türk kültürüge almışıp keyniga taqaban. Aşu bizden ecdatlarımız, aşu Mahmud Kaşgari'nin aşu kitapları, aşta büyük adam, yani dünyada barmak bile sanırsa 3-4 çıkıdığın büyük adam bu. Bunu düşünüş gerek. Bu tarihte ötken bir feylasuf ya ki tarihte ötken bir sosyolog emas. Bu adam medeniyet kitasır göstergen. Yani bu adamlar mesela Mahmud Kaşgari bir vekil karakterlik, ama şu vakti keyninden çıkan bizning yani boğularımız, ulug' boğularımız. Bunu unutmaslik gerek. Bunda addi iş emas. Dünyada bunu qiladigan millatlar ona jiq emas. Biz qiladigan shuni. Shunga Xitoylar bular Türk emas deganda bizni madaniyatidan kesildi, madaniyat yo'qdi deymiz-ku. Yo'qotmoqchi bo'lgan madaniyatning ismi Kaşgar medeniyeti yoki Türk İslam medeniyeti. Uyg'ur medeniyetining bo'shiga biz Qashqar deymiz-ku. Qashqar shu Türk İslam medeniyetining markazi. Buni Türkologiyani, sosyologiyani azroq xabar topgandan keyin, andikin bu to'g'risida eg'iz ichish kerak. Men bu nimada kasbiy nima emas, haqiqatchi emas, lekin men izlangan. Agar Türkologlarimiz chiqib yoki sosyologlarimiz chiqib Fukameyran xatoga desa, men o'rganish ketayman. Şunu bunu düşünüş gerek. Biz bu çoğun medeniyetke çoğun töküp koşkan bir halkın evladı. Şuna Xitay kesidiği vaxtıda, medeniyetin keskiği vaxtıda bizni aşı Qashqarni merkez kılgan Türk İslam medeniyetinden kesmek için. Bunu kesiştikanda kılıdı. Mahmud Kaşgari, Yusuf Qasacib ve Alisher Navoiydan bizni kesse, o vaxtda biz tügeymiz. Bizim tariximiz ulaşmaydı yege. Bugün tillerimizni, hem nimimizni veyran qilib, dinimizni cheklashning sababi mu Türk İslam medeniyetidan kesish bizning.
Şuna biz kim degende biz Türk mü desiniz? Türkçe desek bal gibi Türk. Yani Mehmet Kaşgar'ın kitabını içip okusun aldı da ve yalğandan özgertip yazmışsın. Biz hem Uygur, bugünkü bizden nimede kimligimiz Uygur, Uygurlukna hiç kim red qilgan adam yok. Biz hem Uygur, hem Müslüman, hem Türk. Uygurluğumuz onu hiç qanday adam red qilmaydi. O bizden bugünkü kültürel kimligimiz. Türklüğümüz bizim kökümüz, bizim tigimiz. Müslümanlığımız olsa orientalist hoştırnaqlaşık orientalist ziyadiyelerimiz bununla narazı olsun o keçirsizler Şərq Türkistanlıklarının köp kısmı Müslüman ve 1000 yıldan beri Müslüman. Bu bir hakikat. Bunu kabul kılanmay yoki qabuldaga şusmu bu o'zi ichiga tortilgan ishda biz faxrlanib turib biz Müslüman. Bundan hech kim keyniga chekinishning hojati yo'q. Biz hem Uygur, hem Türk, hem Müslüman. O qaysi sözünü aldı dişilsiz ben Müslüman hem Uygur hem Türk demsiz ya Türk'ün aldı qalamsız Uygur'un aldı qalamsız özünüzün işi ama biz bu kimliknin hemmisini qo'ymaymiz. Agar de biz Türk degan so'zdan Xitoyning xiyolizm dapshaq san'ati sababli biz ondan chekinsek Mahmud bovumizdan ayrilib qolamiz, unutmang. Yusuf Has Hacibdan ayrilib qolamiz, Alisher Navoiydan ayrilib qolamiz. Alisher Navoiyning buyukligini men sizlarga bir mundaq deb beray. Xuddi Mahmud bovumuzning davrida arabcha dinning tili en güzel til deganda bizning bovumuz bizning tilimizmi kelishmaydi deb o'tirga atalgan edi. Alisher Navoiy buning davrida olsa şiirning tili farscha. Shuning uchun hamma odam farscha she'r yozilgan davrda bizning Alisher Navoiy degan bovumuz chiqib hem farscha she'r yozgan, hem turkcha she'r yozib Fars şairleri biz Alisher Navoiyni ko'rmagan bo'lsak bu tilni bundaq she'rning tiliga farschaga raqobatchi til borligini bilmaydik degan. Shuning uchun agar Alisher Navoiy chiqmagan bo'lsa Uyg'urlarning Şərq Türkistanlıklarning akademik ziyoli tili belki fars çok ketdi. O nima davrlar var? Fransuz uyg'unishi davrida Angliyada o'qiganda fransuz so'zlaydigan İngiliz söz dehalının tili olib qolgan bir mezgil var. Hammadan fransuz so'zlash moda bo'lib ketgan. Bizga farscha kelganda bizning Alisher Navoiy bovimiz ana yana bir qatim qaytarib aytgan kelgan narsani uchun turkchalashtirib. Bu adamlar unda oddiy odamlar emas. Xitoyning bizning hozirgacha mavjud bo'lib turishimiz mushu adamlar yaratgan nihoyatda kuchli madaniyat. Kuchli madaniyat, boy kültürümüz var bizning. Shunga buni kesidu. Bazılar deydi Ming'uylardagi Buddist Uyg'ur madaniyati shu deydi. Yani Buddist medeniyet şu devrdeki Uygur devletinin. Raç umu bizning ecdatlarımız yaratgan medeniyetle. Ama mavu nimede sosyologik kimlikte sizning qiyniningizga qaramaydi. Hozir masalan bizda ilk kelme bunga. Qiynimiz Uygur deb saklaymizda. Ya do'stlar, qiynimizni yasa hamma millatning qiyni chiqdi, hamma odamdan. Dunyoda sap millat qolmadi. Biz Moğollar bilan 300 yil yashadik. Shuning uchun qondan mangadigan o davr, o etnik millatchilik sakraydigan davr hozir tursin. Hozirgi davr nima deganda kültürel ve medeniyet kimligidan mangadi. Masalan biz Buddist kimlikka vakillik qilib varislik qildikmi yoki Türk İslam medeniyetimi degan narsa chiqdi. Biz Türk İslam medeniyetiga varislik qildik. Albatta Ming'uylardan o davrdagi tariximizdanmi şu davrda yaşagan tariximizda faxrlanamiz, uni tadqiq qilamiz. Ama onu kötürep ekilip bugünkü tansa o düşmeydi. Çünkü bu millet 1000 yıl Müslüman bu yaşadı. Şu bizden medeniyetimiz Türk İslam medeniyeti. Bugünkü Uygurların medeniyetinin böşüge Kaşgar. Tügüdüge. Hem de kileyli nimo Mahmud Kaşgari'nin kitabı aldığı betni aldığı ki Mahmud Kaşgari'nin kitabı doğruluk bazı bir doktor akıllarımız topladı sözleşki yapışıydı. Menden soraptı ki müş doğrusu desem bir nimpisan Mahmud Kaşgari'nin yeni bir kitabı var mı? Türkiye'de badeydi o da. Benim erişken nersem, ben bunu 2007 yılı bu doğrusu bir haberler çıkan, şu vaxtdaki haber boyunca hazırgıca özgermekte soruşturup baksam. Mahmud Kaşgari'nin bizden kolumuzdaki kitabı Divan-ı Lugat-ı Türk ikinci kitabı.
Mahmud Qashqarining birinchi kitobining ismi Kitobu Jivahirun Nafhi Lug'atidir. Bu kitobi buni qanday bilamiz deganda, divanda Lug'ati Turkda men nasibim to'g'risida so'zlamayman, chunki oldingi kitobimda so'zlab bo'ldim degandek nima borchu bayon. Shuning uchun oldidagi kitobi bor. Bu kitobini Turkiya dil kurumu demda, ularning Turkiya ana til idorasi bu kitobni topolganlarga davlat xazinasidan 1000 oltin berganligini e'lon qilgan. Va shu davrdagi shu ana til idorasining boshlig'i mush kitobni tepib kelgan odamga butun nimamni beraman, butun boylig'imni deb hozir Mahmud Qashqarining birinchi kitobini izlayotdi. Ammo bu kitob vatanda bormi yoki nimadami, bu Bag'doddami va yoki madaniyatsizlik, qiliqsizlar inqilobida kuydirib o'tildimi bilmaymiz. Hozirgacha tepilmadi, ammo Mahmud bobomizning yana bir kitobi bor. Bu kitob chiqsa bizning tariximiz texmi bo'libmi Mahmud bobomiz Qarxonlarning xon jamiyatidan ishganligini bilamiz. Ammo oilasi to'g'risida texmicha uchur bilishimiz mumkin. Shuna bu erishgan uchur shu. Turkiyada kitob yo'q, Turkiya izlayotdi birinchi kitobini. Bu uchurni berib o'tay. Ya'ni qarindoshlar, Mahmud Qashqari, Yusuf Qasajib, Alisher Navoiy deganlar bunday barmoq sanab o'tib turgan odamlar emas. 200 million odamning kimligi mush odamlardan boshlanadi. Ya az bugungi kimligi. Albatta uning oldida mangu tashlar bor, lekin yozmacha bugungi madaniy dunyoga yozmacha shaklda ulaşkan bugungacha biz varislik qilayotgan madaniyat mana shu buyuk bobolarımızdan bo'ladi. Buni unutmaslik kerak. Ve dünya türkologiyasining deyotgan gibi mening gapim emas. Shu bundan keyingi betga o'taylik. İlmiy manbalarda yanıla Uyg'ur deb oladigo deydi ba'zilar. Qaysi ilmiy manbalarda? Ben bir yerde tarixning ichiga kirmayman. Agarda tarixni munozirlasak ayrim bir programma qilamiz. 8-asrda Uyg'ur davlati bir davlat qurilgan. Uyg'ur davlati bir davlatning ismi. Bu yerda bunday bir narsani beraysizlarga. Osmanlılar desa, Osmanlı degan bir xalqqa demaymiz. Osmanlı degan bir davlat, shu davlatlarni Osmanlılar deydi. Osmanlılar. Selçuklular desa, Selçuk degan bir millatga demaymiz. Selçuklular degan bir davlat, Selçuk davlati, uning xalqi Türk. Selçuklular degan Türklar degan gap. G'aznavilar desa, G'aznavida bir millat vakil demaymiz. U bir davlatning ismi. Uyg'ur davlatimi bir davlatning ismi asli. Keyin xalqlashgan. Shunga bugungi bizning varislik qilayotgan bugungi bu yerki narsa shu, muhim narsa shu. Albatta Uyg'ur davlati qurilganini biz uni rad qilmaymiz. Uyg'ur davlati qurildi. Uni qurganlarmi? Ya'ni shu turklar, Türk nima qabilalari. Masalan, turklarning Uyg'ur davlatini kim qurdi? G'aznavilar desa, G'aznavilar hatta Qarluqlavat deb ishida bo'lamiz. Turk qabilalari birlashib, birlashgan federal davlatning ismi Uyg'ur. Shunga bugun u davrda Uyg'urlar desangiz, Uyg'urlar degan bir xalqqa demaydi, xuddi Osmanlılar degandek narsa u davrda. Keyincha 9-9'lar qo'shilib, ya 9-9'lar ya Uyg'urlar deb atalgan xuddi Osmanlılardek. Keyin bu bir xalqning nomi bo'lgan va keyin unutilgan, keyin nimqagan qaytib kelgan degandek. Muhim uni tarixchilar menda yaxshi tushuntirib qo'ydi. Hozirgi narsa Mahmud Qashqarining yarat kitobidan voz kechamiz. Mahmud Xitoyning deganidek Uyg'urlar Türk emasdi, islom dinini majburlab tangan degan bo'yicha ma'qul demdik. Han Turkistonda Xitoyning zuboni bilan. Masala bu. Uyg'urlikni rad qilmadik, birinchisi qo'yib qo'ydim. Biz ham Uyg'ur, ham musulmon, ham turk. Buni rad qilishga bo'lmaydi. Mahmud bobomizni biz tanmaymiz. Buni hech kim unutmasin. Va Uyg'urlikni rad qilmaymiz, buni unutmaymiz. Keyingi betga o'taylik. Endi kelaylik salohiyat masalasiga. Avayam nemishlar bo'lganini men bir nim qilatdim. Xuddi shunga o'xshash meni hozir so'zlaganlarim tonishtirish shaklidagi narsalar. Uning ichiga qanchalik cho'nqirlab tushimiz, qanday qilamiz? Shu hamma kasbning doirasidagi odamlar o'zlari shu munozirasini qilsa bo'ldi. Masalan,
Uyghur degan davlat battığı yoki mındaqtığı deydigan savollarni aslında deydigan şu materiallar manda degan tarixchi bilan Türkolog mayli u Amerikada o'qigan bo'lsin, mayli Avstraliya, mayli Turkiyada o'qigan bo'lsin, asli Türkologiyada o'qigan ishga ziyoli chiqib munozirlashsa biz savolimizni so'raylarmiz. Chunki mening kasbim Türkologiya emas, ammo izlangan narsam bu. Birisi chiqib meyalran xato desa, men o'rganishga tayyor. Menda qashonliq yo'q ilmga kelganda. Qashon degan so'zmi o'zi johilning ilmga qarshi johillik bo'lgan vaqtida qashon deb ishlatdim-ku. Shunga umumiy bir men o'zim haqorat nimasi ishlatilgan narsa emas. Ko'ziga pokit bilan bilimni akab tursinmi, unga qarshi johillik qilish bu to'g'ri ish emas. Hozir mening deganlarimga, bu yerda ko'rsatgan narsalarimga qarshi pokitini qo'yib birisi chiqarsa va nimasi bu maqola yozib nim qilsa, mening xatosini qabul qilmayman. Ham to'g'risi, ajdod kasb egalari ikki tarixchi chiqib, mandaqti Uyg'ur degan, mandaqti Turk degan, mandaqti degan talashlar chiqsa, hammamiz ko'rib o'rganaylik. Endi shuning uchun salohiyatini aniq qilish kerak. Salohiyatning mas'uliyati bo'ladi. Mas'uliyatni unutmaslik kerak. Axloq bo'ladi har qanday ishning. Masalan, doktorlikning bir axloqi bo'ladi. Har qanday saqchilikning bir axloqi bo'ladi. Masalan, saqchilar ishlamayotgan bo'lsa-mu, oilasi bilan sayohat qilayotgan bo'lsa-mu, bir qotillikni ko'rsa, u sakrab chiqadi, men hozir ishlamasdim demaydi-ku. Kasbiy axloq. Shuning uchun ham akademik ziyolilikning axloqi bo'ladi, buni unutmaylik. Ondan keyin salohiyat, nima uchun salohiyat muhim deganda, salohiyatda mas'uliyatsizlik ko'rilganda mas'uliyatini surishtish kerak. Masalan, Amerikada bir qonun yurtib ketdi. Buning mas'uliyatini surishtirib qilamiz. Bu bunda bo'lmaydi. Ya'ni bu bir odamning shaxsiy qonuni emas, bu butun xalqning qonuni. Vatandagi xalqimizning qonuni. Bunda bo'lgan ishga bizning mexanizmimiz ishni qilganda, qalbi qilganda uni taqdirlash, mas'uliyatsizlik qilganda mas'uliyatni surishtiradigan bir mexanizm bo'lishi kerak da'voning manfaati uchun va kasbiylashish uchun. Ondan keyin kasbiy axloqsizlik ko'rilganda kollektiv vijdon uni inkas qaytarish kerak. Bu nima degan gap deganda, masalan, hozir ko'rdi xalqimiz nima sho'ni akademik fraud deganning nimaligini hamli. Endi xalqimizga tushadigan vazifa bo'ladi. Kollektiv vijdon deydigan bir narsa bo'ladi. Bu nima? Masalan, o qarindoshlarimizdan so'rash kerak xalqimiz. Ular bir savol so'radi. Amerikalik Uyg'urning millati nima dedi? Buni inglizcha so'radi. Nimishga javob bermaysiz deb so'rash kerak endi. Xalq. Masalan, ikki savolga tasdiq javob berib, vash ketavermamdi. Agar yo'q bo'lmasa, javob bermasa, bu akademiyaning axloqida u temada gapirishdan to'xtaysiz. Bu xalqaro bir axloq bo'ladi, bu o'lcham bo'ladi. Men hozir bir temada so'zlasam, bir aylan chiqib mendan savol so'radi. Men uni masalan Türkologiya to'g'risida men bizmi dedim. Türkolog ustozdan birisi chiqib mendan bir savol so'radi. Men shu savolga javob topqicha og'zimni yumaman, shu temada gapirmayman. Kasbiy axloq bo'ladi. Tushundingmi? Bunday emas. Masalan, diniy nimadimi? Hadis sharifdagi munozirlarni o'ylam. Bir taraf bir savolni so'rasa, qarshi taraf uningga javob bermasdan, munozara kirmasdan o'zi bilgancha yana ashtaymi so'zlab yuraveramda. Ashta ish bo'lamda. Endi bu da'vo nima uchun bunday kuchayapmiz desak, bu da'vo endi xatoni ko'tarmaydi qarindoshlar. Biz nihoyatda hal qilish, nihoyatda muhim davrda turyapmiz. Shuning uchun bizni hozir qiladiganimiz ishki jihatdan birlikni yaratish, Sharq Turkistonliklarning birligi bu, yolg'iz Uyg'urlarning emas. Ideologiyamizni yaratish, to'g'ri ideologiyamizni. Anda qilib Rus iqimi yoki bo'lmasa Xitoyning dapshaqligi yana bir nimasi bilan Xitoycha gap qilganlar biroz chatga chiqish kerak, endi o'tirib turish kerak joyida. Bugunmi ham Xitoyning yozgan narsalarni tarjima qilib xalq sunayotganligi. Ya u Xitoy uning bir maqsadi bo'ladi, uni tarjima qilayotgan odamlarda gol emas u Xitoylar. O Xitoy demokratlari yana birlar unda gol emas. Muhammed Emin Buğra bilan bir ömür Sharq Turkistonda, bu yerning ismi Sharq Turkiston 1000 yillik kitobli va qadimiy davrlardagi ism bu desa, o'sha qabul qilmay o'lib ketgan kimlar bor? Shu Xitoy demokratlari bor, go'mindanchi.
Shuning uchun bu Xitoyning yozgan narsani xalqimizga tarjima qilib sunayotganlar bir o'ylashinglar. Ma'noda Xitoy zihniyati bormi yo'qmi deb. Bir o'ylashish kerak oldida. Xitoy nima yozsa ko'tarib kelib sunayveradigan ish yo'q. Bu xalqning o'zining ziyolilari bor. Hatta chet elnikini, g'arbnikini o'rganimiz, Xitoynikini o'rganimiz, ammo süzgüçten ötküzümüz. Qaysi yerda siyosiy maqsad bor. Mesela divanı lügatı Türk'ni Türk-Tilla divani deb atashning o'zida masala bor yerda. O nima o? Mahmud Qashqari buvimiz davrida Turkiy xalqlar bor deydigan gap yo'q. Turklar va qabilalar bor. Bu keyin kirgan hukmlarning 1000 yillik kitobni tarjima qilgan vaqtdagi masala bu. Ha, yana bir nimasini desak, masalan, Uyg'ur degan bir elning nomi deydi Uyg'urchasida. Mening bir tavsiyam Divanu lugati Türk'ning Türkçesini İngilizcesini o'qib beraman. Nima deydi? Ma'zur deb bilmasam, bular bir topshiriq beray, o'qib beraman. Uyg'ur degan nimaning nomi deb yozganki, Türkçe Divanu lugati Türk. Beshida dedim-ku, divan arabcha yozilgan. Har xil tillarga tarjima qilingan. Uyg'urchaga tarjima qilingan. Mahmud buvimiz o'tirib, biz hozir qo'limiz tutib o'tirgan divanni yozmagan. İstanbul'daki divan, hozir Ankara'da bo'lishi mumkin. Divan asli nusxa emas. Mahmud buvimiz qo'lida yozgan emas. U odam yozudi, u davrlarda kitoblar qanday taqaydi, bosma yo'q. Boshqa xattatlar tarafidan ko'chirilib taqildi. Shuning uchun Ankara'dagi nusxasi buvimiz yozgan kitobning shu davrdagi matbaa bo'yicha qo'lda ko'chirilib taqilgan bir arab odam tarafidan yozilgan nusxasi. Arabcha. Buni tercüm qilganda, Uyg'urchaga tercüm qilinganda divani lugati Türk, ya'ni Türkçe lug'at degan so'z Turkiy tillar divani deb tercüm qilingan. Ve ichida tercüm qilinganda Marksist, sosyalist siyosatga uyg'un o'zgartirilgan yerlari bormi, yo'qmi, ikkisini Uyg'urcha, inglizcha, Turkcha divanni qo'yib ko'rib beqinglar bilasizlar. Avval uni ko'rmay turib so'zlamanglar qarindoshlar, o'tinib qolaman. Demek bunda 80 yıllardan keyinki şu milli uyg'unishimizda ziyolilar belgili kuch qatdi millatga, milliy yo'llarda izlanish ilib bordi demaylik bilan manbada xato yo'g'i, Xitoy manbada siqib qo'ygan manba vakinde, burmulangan manbaga tiqib qo'ygan yer vakinde, shunda deb tushunish bo'lamdi? İlim mundaq tadqiq qilinadi. İlim har oldi bilan ziyolida erkinlik bo'lishi kerak. Ziyoli erkin bo'lmasa ilm bo'lmaydi. O propaganda deymiz, teşviqat, sepsete. İlim erkin bo'ladi, yana birisi chegirasiz bo'ladi bilim degan. Shuning uchun divanni tarjima qilganda ta bugungacha shu narsa ishlanmabdi men izlab baksam. Bütün xalqaroliq odamlar kelib, shu klassik arabchani tutib, o degan bu bugungi arabcha emas, 1000 yilning oldidagi arabcha u. Shuni tutib, o'tirib bütün dunyoviy, xalqaroviy bir kompozisiyon bilan ulash tadqiq qilish kerak. Arabcha bildig'ini, yana biznicha bildig'ini o'tirib, buning xalqaro o'lchamlashgan nusxasi chiqish kerak. Misolga, Uyg'ur degan bir elning nomi deganda, el degan nima degan gap, xalq degan gapmi, ya degan gapmi? Uyg'urcha deb qo'ygan. İşkilisi. Bazıda el xalq olur, bazıda el yurt olur işkilisi. Ama Türkçe dinip ne dediyseniz Uygur degen bir vilayetnin ismi deydi. Men de preisleyi. Türkçesini hiç okup bakmadı gibi. Emdi bu mesele nimo degende buğumuz yazganda Uygur degen bir devletnin ismi. Yani bir vilayetnin. O vaxtda devlet demeydi bu. İmperiya demeydi. Her bir devletle şehir devleti, yakçın devlet olur. Shuning uchun qarindoshlar, ashtaq yozgan. Uni vaqtida o'zgartirib o'tiblar, ishni o'xshayman desa, Xitoychada ish qilib qolamiz. Bu yerdagi ish nima deganda, biz Uyg'ur emasmi, voy biz Turkmi, voy Uyg'ur degan undaq emas. Maqsad shu. Biz Uyg'ur bo'ldik bugun. Uni da tarixiy jarayonlar va nurg'unlar ishlar va buni izlanish kerak. Bu Uyg'urlik masalasini, kimligini biz rad qilmaymiz. Bugun Uyg'ur bo'lib yashaymiz, Uyg'ur Turklar bo'lib yashaymiz. Hech qanday gap yo'q. Muhimi Türk degan ism chiqqan vaqtida sekresingiz, tarixingizni nim qilasiniz, nabud qilasiniz. Tarixingiz kesilib ketadi. Shunga Abiyamda ekranning eng oxirgi jumlasini aytdim, shu yerda gap qilay. Shu jumlaga keldik.
eng haqiqatning eng haqiqat. Dördüncüsü, hazır ben degендek, tarix kitapını tarixçi yazsın qarindoshlar. Tarix degan bir ilim, onun metodlari bo'ladi. Hamma ilimning metodlari bo'ladi, qanday ish olib boradigan uslubi. Onun metodunu bilmeydiğin adamlar kitap yazıyordu. Ben bunu oçukta Abdüveli Ayıp Efendim'den ballağı tarih yazıcı bir komediye. Yani yazgan tarihini ben tutuval, birinci cümlesi de şiki hatalarını ben tutuvaldım, ben tarihçi bulmaytırım. Bu yazgan tarih kitabını hem de Allah saklasın ballağı nimene götürdü o yerde. Tarihçilerin kolda ötüş gerek, tarihçi kitabını yazganda tarih kitabını. Tarih şudaslarını görüş gerek onu. Edebiyat çıkıyorsunmaydı. Tilşunas görsunmaydı. Tarih çıkıyorun. Mesela Rukiye Turduş Hanım Ulus Doğrusu kitap yazganda görünler kim review yaptı, kim gördü. Doktor Erkin Ekrem. Bu işin bunda ahlak oluyor. Şu sahadaki adam gibi birisiz. Mesela bizden bu Avustralya'da değil bir İngiliz adam edebiyat doğruluk makale yazıp, bir kitap yazıp onu körüp yakında sosyologla vermeydi o. Edebiyatçı veriyordu. Bunun bunda tertibi olurdu qarindoshlar. Bunu ben birisiga yamanlık, öşmellik deb davatmayman. Ama davada kesbilişimiz gerek. Hemimizden salayeti ini qilish gerek, hem işler tertiblenmeniş gerek. Çünkü bizden başka millet edebiyatçısı balla tarihi bulup mu ballağı ögütüldüğün nesi degen o nesiniz hata olsa keyinki evlatlı bulgaydan nesi o. Şuna evlatlar ötüldüğün derslikler bütün devletlerinin kurulmalarda, nurgulluğa, organlarda ötüdü tekşürüşüdün kesip ilgilerinin. Bizden vatandimi edebiyat dersini qalanda şu edebiyat yazgıçılar amal var, vatanperver ziyalilerimiz amal var millet doğrusu cık hikayeni kirgiziş kitirişidir. Xitayning buyrug'ida Leyfinning yo'qolarning hikoyalari mecbur kirgizildi. Onu tutaldık mı? İşte bir iş var bu vatanda. Bir küreş var edi. Keyinki evlatlarning ideyasi üçün. Biz o'qigan vaqtimizda mesela Abdüxaliq Uyg'urlar battı. Şunu şu milletperver ziyalilerimiz amalva aşağı kıstap ekirdi. Xitaylar Leyfin bilan Leninni bijimini ekirdi. Bu chet elda mi ballağı chiqarayotgan kitapga nima ekirishni diqqat qilish kerak. Men hozir Yevropa bağında unutib qaptım. Ben Norvegiyadagi yig'inda Turkiyadan setib olgan Ballar qo'shiqi degan bir kitobni o'qib berdim men Norvegiyada bizning yoshlarga. Hozir bo'lsa o'qib beratdimki 2015-yili Ürümchida besilibdi. 2015-yili Ürümchida besilgan kitobni bizning odamlar Turkiyaga ekilib bir kitobxona setib o'tibdi. Bu kitobning ishini açsanız Ballar qo'shiqi degan kitob. Mening nimamni ko'rgan qarindoshlar Norvegiya shu yig'in qatnashgan qarindoshlar shu kitob sizlarning qo'linglarda bo'lsa rasm tortmish programmani ostida chaplab qo'yinglar. İşçinimi? Bizga qarasınız, ekran olgursizlar. Qarasınız ichiga. Turkiyada setilayotgan kitob, men balamga kitob ekegirsam chiqqan kitob. Qarasınız xotiningni uramsan, ursang nega borsa shariatga, shariatda nima bor, shariatda xun bor. Mushundaq narsalar. 4-5 yoshlik bolalarning qo'shiq kitobi. Ürümchida besilibdi 2015. Buni maqsad bor buningda. Ya cümleleri söz ritim emas, ya logika to'g'ri emas. Bundan avu yerdagi üçmellik, o'zimizning diniy o'limiga. Manda sindirildi, bu Şinjanchi zihniyatchilarning minisiga manda sindirilgan narsalar bu. Mana aslida chaplab qo'yinglar qarindoshlar, shu kitobni Yevropada unutib qaptım men bolalarga o'qib bergan bag'anda. Turkiyada setilyapti shu kitob hozirgacha bizning kitobxonlar tarafida. Turkiyadagi kitob setayotgan qarindoshlar vatandan kitobga chiqib satganda ishchiga bir qarab, o'qib, ana degan satsa. Avustraliyada biz ham bolalarımızga Xitoyning mini bulg'aygan narsani biz o'rgatib shumaylamdi bu yerda. Shuning uchun bu narsa shu, mana keyindagi bet tugdi deyman. Tugabdi. Shuning uchun qarindoshlar xulosa kalam shu. Hamma ishning axloqi bo'ladi, hamma ishning uslubi bo'ladi, hamma ishda salohiyat bo'ladi, hamma ishda bir kasb bo'ladi. Bo'libmi da'voda sizning da'voga qo'shgan to'hfingiz eyvallah, Allah razı olsun. Ama da'voga solgan ziyningizni millat ko'tarmaydi. Hammamizniki ko'tarmaydi. Bugun biz masalan Sharq Turkiston yoshlar qurultayining bosh kotibi bo'lish suhbatim bilan men ekranga chiqib qalaymiqan gap qilib, qalaymiqan narsa qilsam,
Hocalar andaqçı, mındaqçı deb bugun eng muhim narsa saqal bilan burutning jidilini bu xalq ko'tarmaydi. Dinniy xususiyatga, dinniy xususiyatni muhim bilgan, dinniy hassaslari bo'lgan qarindoshlarimiz bilan milliy xususiyatni muhim bilgan, milliy hassaslari kuchli bo'lgan qarindoshlarning o'rtasida so'qashga selishni bu millat ko'tarmaydi. Sen meygulamaysa bunun ahırda neymiş olduk mu? İnsanı çok zor. Kimli olsa. Şunun için bu naitimi kritikal mı vakit tuturvattımız, naitimi ciddi vakit tuturvattımız. Yani çokum Xitay'nın adımı buluş mühim emez. Adamın dötlüğü mü, adamın kaşanlığı mı bu davaga zarar gördü. Hazır şu kocular ondakçı bundakçı dep yazsa, bu yaktın yeni birisi çıkıp vay sen andakçı, sen kapır dep yeni birisi yazsa, neymiş oldu ahirsi bunun? Biz vatan davasında nait kritikaya geldik. Eddini bilip yazgan nersemnin ahiri neyge vardığını oylaş gerek emisi. Sözlügen gibim neyge vardı oylaş gerek. Hiç kim iyi olamaydı o onda işlanın tevelinin ahirinde neyim olduğunu. Şunu şeyimiz eddisini biliş gerek. Bizgi kerigi birlik. Birliğimiz bir teşkilatı bir yer çaplaşışımızdan acıtı yok. İş bulmasa neymiş şu? Bizden Çerkez'de Yaşlar Kurultayı'nın bizden meydanımız şu. Biz hiç kandak ayal kişinin işinin üstüde neyme bağlığı kızıkmayımız. İşinin işçide neyme bağlığı kızıkmayız. Erlerinin inikide neyme bağlığı kızıkmayımız, zihniyeti neyme bağlığı kızıkmayız. Ve en mühim bildiğin noktamız milli hususiyetki qeyrindaşlar bilan milli hususiyetni hassas bilgan, dinniy hususiyatlarimizni, yani medeniyetimizning dinniy hususiyatlarini hassas bilgan qeyrindoshlarimizni o'rtasida biz ko'rib. Biz ikkili tarafdagi qeyrindoshlarimizni bag'rimizga bosamiz. Buni unutmaslik kerak va diqqat qilish kerak hammadan yozgan narsasiga. Shuning uchun men buni necha haftaning yavi Ramazon demay tushlik turyapman. Yana bir nokta, bu narsa nimadan boshlandi, buni unutmaylik. Ben bir kadın düşmüdüm. Bir teşkilatımız Uygurlarının insan hakları da İngilizce Xitaylar bilan Xitayning kanununda birlikte yaşayımız, beraber birlikte yaşayımız da bir narsa e'lon qildi. Bunu isim berey, bunu tebriklab turib isim berman. Ekrem ilk efendim bunu tercüme qildi. Ve ondan keyin bununla qartab fikrlar tushgandan keyin Abduvali Ayıp efendi voy fitnachilar deb boshlandi. Ona degan biz meydanımız bundan. Bu yerda beshiligini narsam deb qo'yay. Ekrem ilk efendimden nimişki bunu tercüme qilsan deb yoki mendan nimişki Abduvali Ayıp efendimning bu yerdagi bu akademik qo'ymachiligini tutib olsan deb bizdan ranjib yuradi de. Qarindoshlar el insof. Bir adam o'g'rini tutib olsa, nimişki o'g'ri tutib olsa demaysizlar, nimişki o'g'irlik qilding deysizlar. Mesela o çıkan bayanatma ikki tilda ikki xil chiqishning hojati yo'q. Bir xil chiqaringlar ish tugdi. Nima desanglar danglar ish tugdi. Şuna bu işinin nimişki başlangıcını burilib ketsa bo'lmaydi. Buni unutmak kerak. Şuna qarindoshlar, endi bu salohiyat masalasida endi chet elliklar biz to'g'risida doklad yozsa, ziyolisi ziyoliga o'xshamaydi. Bu shunday akademik o'lchamlik emas. Siyosatchi siyosatchiga o'xshamaydi, aktivist aktivistga o'xshamaydi degan narsa endi chiqsa, aştaq hüküm yoki aştaq xulosa chiqsa, endi bizning kelgusimizdan nima bo'lganini o'ylab qo'ying. Endi o'xshash kerak. Siyosatchiga, nima byurokratga, akademisyenga, aktivist. Hammaylar salohiyatimizni aniq qilib shu ishni qilamiz bundan keyin. Vatan uchun, millat uchun. Ondan keyin ba maslahatli ish qilishni bunu aldırmay əməliyləşdirimiz. Mesela mən sizlərə mündəq bir nəsimdə Şərq Türkistan Yaşlar Qurultayı buluş sübütümüz bilən biz bu teşekkür çıxıb tapacağımıqa bilən bəzi bir işlərini qıvatımız. Amerikadakı qanunun inşallah bu qitim çıxış nisbeti yuqoridək durdu. Şunun oxşaş Avustraliyada mı Nurgül Saud xanımla başçılığında bir 6 ayının yağı nimo Magnitski qanun to'g'risida kuchayyotidir. Biz bununla Şərq Türkistan Yaşlar Qurultayı buluş sübütümüz bilən nima qildik? Qo'limizdan kelgan bizga tushgan vazifani ijro qildik va Yevropada ba'zi bir nimlarni qilyapmiz. Endi men bu yerda demoqchi bo'ldim nima deganda, men Sharq Turkiston Yoshlar Qurultayining bosh kotib bo'lish suhbatim bilan bizning Sharq Turkiston Yoshlar Qurultayining mustaqillik qizil chizig'imiz deydigan siyosatimiz bor. Ammo
Magnitskiy qonuni yoki inson haqlari masalasida biz uni rad qilmaymiz. U albatta bo'ladi. Uningga kelgan vaqtida biz ish qilganda shu ishni qilayotgan muhim odam bilan ba maslahat ish qilamiz. Masalan, Nurgul Savut xonim bilan men so'zlashmay turib, mening o'zimning belgilik nimam bor, doiram bor, hamda bu yerda tonish network deymiz. Ammo men Nurgul Savut xonim bilan so'zlashmay turib, uning bilan maslahatlashmay turib, o'zim bilgan senatorning, o'zim bilgan MP'ning oldiga kelsam to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun hamma ishni biladigan odamlardan ba maslahat so'zlashib qilishimiz kerak. Abiyamki nimada bürokrat deb yazsam biraz endi qo'ymay qolmasin, bu bürokratlar bizda diplomatlar bo'ladi. Har bir davlatda işte muhim lobbychilikni yoki advocacy deymiz, shuni tonishtirgan parlament. Bunda muhim odamlar bo'ladi. Men maliga Avstraliya, Amerika va boshqaday ism bergan bo'ldim ham. Avstraliyada Nurgul Savut xonim bilan masalan maslahatlashib bilan collaboration birlashib ketmasakmi? Hamkorlashgan asosda parlamentga vardigan bo'lsa, nima bo'lsa biz deya buni qilamiz va bundan keyin qilamiz. Endi Amerikada masalan bu ishni eng yaxshi qiladigan layoqat degan bir narsa uchun bunday ishlarni qila oladi. Masalan, shu qonun sohasida mening shaxsiy qarashim Amerikada Nuriy Turkiya apandimdan maslahatsiz yoki bir istishora siz kirmasligini hech kimning uchun umid qilmayman. Yani hamma narsa kasbiy yuqori saviyada bo'lsa, hamma davlatda bu ishlar yaxshi bo'ladi. Chunki Amerikadagi qonun inshaalloh bu qetib chiqadigandek turadi hamda chiqib qolsa, mana bu narsani demoqchiman. Yoshsun Amerika emas. Qo'shilamiz albatta. Ammo qildigan ish nima bo'lishi kerak deganda qonun chiqqandan keyin Amerika bir boshlanish nuqtasi va butun boshqa davlatlarda o'xshash qonunlar chiqarilishi kerak. Uni xizmatga boshlashimiz kerak-ku. O bir başlanış noktası olup da hemimiz çavak çelip Amerika yaşayıp toxtab qalması gerek. Amerika bir başlanış, ular başlap verse başka devletlerini okşaş kanunlarını çıkarırdı demek için. Şunları küçültmemiz gerek. Ben yerde ikram yok noktalarını evağın mı yeni bir nokta var ki siyaset ilmi doğrusu ufkunlarını dep versiniz de. Az bir nesle gepken ben yerde bir gepimde bir münasebetlik başka. Siyaset ilmida demagoji deyilgan bir narsa bor. Buni inglizchada demagoji deydi, turkchada demagoji deydi. Demagoji degan nima deganda, ko'rsizlar, masalan, Cumhuriyet Xalq Partiyasini qo'llaydigan Turkiyada bir odam bo'lsa, boshqa partiyadagi bir so'z gap talashib qilib, yo munozara qilib, gap topolmaganda qanday qildi desanglar, Mustafa Kamalning askarlari bizda baqirib tushdi deydilar. Andan keyin MHP'lik birisi boshqalar munozara qilib gap topolmagan vaqtda şu ne mutlu Türk'üm degenge dep kopdu. Ma o AK Partilik birisi münazır qilib gap topolmagan vaqtida Osmanlı'nın nevrisi biz dep kopdu. Bu ne demagoji deydi siyosatda. Bu nima deganda münazirga kirishmaganda deydigan gap xalq to'g'rida bilib olgan shuar xarakterli gaplar bilan vaqirashchu. Hozir masalan biz bu münazira keling mana yozdik, 3 parcha narsa yozdik. Meri xata, meri to'g'ri degan shaklda javob qaytarishning o'rniga Uyg'ur qini va Uyg'urlik degan bu demagojicha hozir bo'layotgan ish. Siyosatda ismi va buni deb qo'ymoqchiman. Mening nimam tugidi, endi mening ilqima xalqaro munosabatlarning ishki nazariyasini o'tirib qo'ygandim. Bu yerda men bu yerda universitetda dars o'tganda qarindoshlar dars o'tishni xohlamayman, u nazariya to'g'riliq. Akademisyenler üniversitede öğütülen ve üniversitede berip öğündüren nesler bu. Şunun için soğallar olsa cevap versem bu olur. Soğallar bakken biraz kontrol kılmakım təşkil avatıdı ama bu tüpük çıkıp kaptı. Qarindaşlarımız tekrarlap qo'ygan bo'lsa suallarını. Bir qarindishimiz bolalar uchun tavsiya qilgan kitoblar haqida so'rabdi. Siz bu vaqtda tavsiya qilgan kitoblar bo'lsa. Küçük ösmür balalar üçün mü? Ya bu sualni Abduvali Malimdan so'raysizlar. Bu tarix kitabı emas çünkü. Edebiyat, til to'g'riliq, ilm-fan to'g'riliq bu sualni kasbning akli o. Bu ishga men aralashmayman. Bu ishga men aralashsam axloqsizlik qilgan bo'laman. Okey. Bu savol ketdi. Keyingi savolga keldik. Men qaraya. Endi qarindoshlarimiz
Suallara cevap tepiş için sal oyg'onatganda qildi. Xo'sh. Keyingi savol. Vatanning ozodligi ba'zilar cho'qim qurol kuchlar ish qo'shadi deydi, ba'zilar xalqaro siyosat bilan oshadi, ish qo'shadi deydi. Sizcha ikkisini ayiritish to'g'rimi deb so'rabdi. Men bunday javob bereyim. Aldı bilen vatanning mustaqilligi amalga oshmaydi deganlarni bilib beraylik. Masalan, bizda umitsizlar bor. Ya'ni jiq odamlar bor, chiqib ekranga chiqib boshqa umitsizlik yeyayotgan va Sharq Turkiston mustaqil bo'lishiga umidsiz qaraydigan odamlar bor. Bunun sebebi ma'lum. Sahadaki bilimsizligi. Bu ümitsizlikten Sharq Turkiston mustaqil bo'lmaydi deganning nimasi? Ümitsizligi ya bunda bekarcımı degan xalqaro munosabatlar ilmidagi bilimsizligi. Çünkü Sharq Turkistonliklar o'tgan 70 yillik tarixida mustaqillikka en yaqinlashgan vaqtdir. Bunday fursat endi kelmaydi. Muhim bo'lgan narsa o'zimizni kuchlantirib, shuni tutishimiz kerak, kappit qilib. Şuna bunu mustaqillik bo'lamdiq, bo'lmamdiq, bo'ladigan senaryolar qaysi, bo'lmaydigan senaryolar qaysi? Bu savolni Abduvali efendim bilamiz. Makasını ekledik adamlardan soraysizlar. Bo'lsa shu professor doktorlarimizdan. Mendan so'rasa men mustaqillik bo'ldig'ini men ishini ishlamsam vaqtimni sirab bu tashkilotning saylanib yurmayman. Men uning ishini ve vaziyat kelayotgan ishini. Mening 2012-yilda yozgan maqolalarimni ko'rsanglar, Xitoyning tuyuqsiz parchalanib ketishi ya bir urush chiqishi sababli biz mustaqil bo'lamiz degan kuchak xiyollarga aldanmaydi. Buning tek vaqti bor deb yozgan men buni. Ama hazır onun vakti kilovat, yani bu degenim kilercil degen gap emas. Fursat kilovat, bu fursat pişip bitilip mana da aldı da tayyorlig'imizni qilmamiz. Shuning uchun bu sahadagi shu turdagi izlanmagan, bu sahadagi bilimsiz odamlar, bu bilimsiz deyilmi, haqorat emas-ku, ya'ni ma sahada bilimi yo'q odamlar boshda umidsiz bo'lyapti. Lekin bu sahani bilgan, bu sahani ko'rgan odamlar nima deydi? Shu ustozlarimizdan tortib bizgacha imdodimiz fursat keladi, fursatni tutmaslik bizda. Davlat qachon qurildi deydi mesela. Davlat qachon qurildi, u bizga bog'liq. Ya'ni shu xalqaro vaziyatga moslasha olamiz, tashqi vaziyat qanday bo'ladi, keyin o'zgarib ketamiz. O 20-30% desak 70% biz tayyor bo'lib, biz bir sistemlashib, bir ideologiyamizni qo'yib, ideyamizni yaratib, birlashib qila olamiz degan gap. Hem de siyasi yoluyla hal olamdı, kurallık yoluyla hal olamdı degende bu oynashilgan jiq senaryolarning hammasini oynashimiz. Vasıtalar, ular vasıtalar, nişan nima mustaqillik. Hamma senaryoni bir munozara qilib, akademisyenlar ko'radigan narsalar bu. Shu konuşmamızdan yana bir savol bor ekan. Kelgisi qurilmoqchi bo'lgan davlatning ismi haqida talash tortishlar bor. Buning haqida qanday fikr, tavsiyalaringiz bor debdi. Ko'k bayrog'imiz Sharq Turkiston Jumhuriyatining bayrog'i va shu bayroqni ko'tarib menyapmizda. Tugadi. Yana bir o'yimchilik savoldim biz bor. Qaysi xil davlat, qanday hokimiyat deb bu vaqt qanday qaraysiz? Ya qanday davlat quramiz, qanday hokimiyat quramiz demoqchimi? Ha. Sharq Turkiston yoshlar qurultayining maydoni bu 2-maddasida aniqbatdi. Hozir jumlada o'qib bergan batda hozir yenimdi yo'q, ammo bizning maydonimiz hamma xalqlarning, hamma millatlarning Sharq Turkiston ulusining ichidagi şu qarindosh hamma xalqlar, hamma millatlarning kültürel kimligi, yani medeniyet kimligi, kültürel kimligi ve diniy huquqlari, siyasi erkinligi hammasi qonun tarafidan qo'llanilgan demokratik cumhuriyet qurish. Sharq Turkiston yoshlar qurultayining g'oyasi bu. Yana bir qandishimiz so'rabdi, atay. 3
Üçüncü efendilerinin aynı vaxtdaki ideologiyası hazır Ümit Musa efendi davatkan ulusçuluk ideologiyası şu mu deb soraptı. Yaxşı sual soraptı. Qanday gap? Bizning burungi davrda ishlatilgan, masalan, ismini beraymi bilmayman, bir qiziqish bo'ldi. O'sha Uyg'urizm davlatdan qayrinchimizdan birisi aslida mening maqol yozmamning ostida biraz munozara qilishib qoldim shu temani, ulus to'g'risidagi temani. Keyin bir qancha demişdi o'chirib ketibdi. Ammo o'sha Uyg'urizm davlatdan to'g'rida belgilik ta'sir yaratayotgan qarindoshimizdan birisi. Aldı bilan qarindoshlar, ulus degan vaqtida boshqa tildagi ulus degan so'zlarga qaramaymiz. Tamam? Mesela ulus degan vaqtida fransuzchadagi ulusga yoki mong'olchadagi ulusga qaramaymiz. Biz ulus deganda bu so'zni uyg'urchaga o'zlashtirib akrayl deyapmiz. Buni bunday tushuntiray. Jahil degan vaqtimizda uyg'urchada jahil degan tarsa, qashang degan gap. Ammo buni arabchadagi jahilga qarasak, arabchadagi jahil nadan degan gap. Shunga biz jahilni ishlatganda nadan deb tushunishga bo'lmaydi, arabchadagi ma'nosiga, uyg'urchadagi ma'nosiga qaraymiz. Shunga ulus degan so'zni ishlatganda biz nayshinni tarjima qilyapmiz. Bu mandaq gap, ulus degan. Üç efendiler uni qanday ishlatdi degan vaqtda ularni o'xshash ishlatgan, ya'ni Sharq Turkiston Cumhuriyati qurilganda bu masala hal bo'lgan qarindoshlar. Shuni mafkurini bütün xalqlarni birlashtirgan narsani qilib bo'lgan ular shu vaqtda. Ammo o'tgan 70 yilning yog'i Xitoylarga dapshaqligi qiliqlari bilan bizni bo'lib o'tdi, parchalayapti. Sharq Turkistonliklarni parchalayapti ishchilar. Ma'u har xil Qalpaq Abdunum oblast, Abdunum rayonları bilan bizni bir-birimizga dushman qilyapti. Shuning uchun ulus degan bunday gap. Dunyoda ulus bo'lmagan davlat yo'q. Bir qancha qabiladan boshqa. Hamma davlat ulus davlat. Ulus degan bunday gap. Sizdan bir gapni so'ray Fidoyi efendim. Xo'sh. Gollandiya qaysi millatning davlati? Bu Frieslandlıqlarning deydi ekan, ba'zilar Dash millatining deydi. Biraz qarmishlik keladi. Sizning Gollandiya pasportunuz bormi? Bor. Gollandiya pasporti yo'q Uyg'urlarni tanamsiz? Ha? Vatandaşları yo'q. Shunda. O Dash millatining davlati bo'lsa, pasporti bo'lmagan Uyg'urlarning nima ishi bor Gollandiyada? Yoki vaqtli turish, har xil salohiyatlarni turdi-da. Ya vaqtli tursin. Masalan, vaqtli vizasi yo'q, siyosiy panohlik degan bir Uyg'urning nima ishi bor Gollandiyada? O agar Dash millatining davlati bo'lsa. Qaysi salohiyat turdi? Nima onun o'rni? Ertugun vatandaşlık aldı. Nima? Yani, bunday gap. Gollandiya Dash millatining davlati emas. Gollandiya ulusuning davlati. Sizning millatiniz Dash emas, siz Uyg'ur. Ama siz Gollandiya ulusuning bir parçası. Gollandiyadagi musulmonlar, qartalliklar, axloq qaralar hammasi nationning bir parçası. Etnik Dash degan narsa muhim emas. Muhimi ulusal kimlik. Ulus degan gapni yig'ib dehqon til degan vaqtimizda davlat kimligi desak bo'ldi ekanda. Davlatning xalqi degan gapning siyosiy atalg'usi. Shu nation degan davlat degan ma'noga keladi. Qarang bunday gap. Millatlar birlashib davlat qursa ulus bo'ladi. Tugadigan. Ya'ni birga yashaydigan birdan ortiq millat qurilsa nation ulus bo'ladi. Masalan, Qozog'iston bo'lsa emas millatning davlati deydi. Masalan, Qozog'iston qozoqlarning davlati bo'lsa, Uyg'urlar, ruslar, boshqalarning salohiyati nima bo'ladiki? Masalan, qozoq yo bularning pasporti bor, nimasi bor dedi. Masalan, men tayyorlab qo'ysam bo'pti-ki, mening Avstraliya pasportim bor. Abduvali Ayub efendimning komediyasining birisida qo'limizda Jongo pasporti olganki, biz Jongolik olmadik degan. Mening qo'limda Avstraliya pasporti bor. O pasportni yitibetsem ben Avustraliyalik bo'lmamdimi? Avustraliyalik bo'lma. Chunki pasport belgilamaydi, u faqat chet elga chiqadigan bir dokument o. Meni belgilaydigini bundaq vatandoshlik belgisi, citizenship shunday bu. Hatto agar xalqimiz xohlasa hozir ko'z tutib qo'yma hammasini elib. Vatandoshlik belgisi meni Avstraliya fuqarosi qiladi. Ammo meni Avstraliyalik qilayotgani u emas. Meni Avstraliyalik qilayotgani qo'limdagi ashu belgiga, vatandoshlik ashu belgamga men mushu bo'lg'ashqa men Avstraliyalik deb mening e'tirof qilishim meni Avstraliyalik qiladi. Masalan, bir Amerikalik
Men itiraf qilmayman Amerikani deb pasportini ko'ydirib, citizenship hammasini etib etib, Irlandiyada ben Amerikani tonimayman, men Irlandiyalik deb yetib elib, boshda tug'an bir adam bor, burunqi Amerikaning bir askari. Bu adamni siz etib etsangiz Amerikalik qilolmaysiz. Yo'tkab olib solaysiz turmaga, qonunsiz chet el chiqdim deb. Ammo Amerikalik qilolmaysiz. Pasport olamdi nimasi bo'lsa. Shuning uchun davlat kimligi, davlat tavalligi degan narsa ideologiyalik mansubiyat tuyg'usi. Eng muhimi. Mening qo'limda pasportim bo'lsin, mening nimamda vatandosh isbotim bo'lsin, mening iderimda men Sharq Turkistonlik deb qarasam o'zimni, men Sharq Turkistonlik. Tushundingizmi? Ammo davlatlar qonun sohasida qo'limizdagi dokumentlar faqat shuni pasportning ish aloqasi yo'q. Pasportni tashib etsangiz, Avstraliyaga bo'lib yuraverasiz. Bu qip-qizillar Ahmadga xiyoliy gapda, pasportning nimaligini bilmaydigan odamning gapi. Pasport degan chet elga chiqqan ishilgan narsa. Gollandiyada pasport olmagan vatandoshlar va Uyg'urlar Gollandiyaga bo'lmay qolamdi. Shuning uchun muhim narsa, bu hamda siyosatning nazariyasiga kiritimiz consent, shu odamning ashuni e'tirof qilishi. Masalan, buni menda tushuntiray. Bugun bir Amerikalik chiqib, men Amerikani e'tirof qilmayman, pasportni e'tirof qilmayman, citizenshiplik nimani e'tirof qilmayman desa, jihnas o'zgarmaydi, shundaymi? Bir adam e'tirof qilmabdi, tayoqni yeydi, sen Amerikalik deydi. Ammo Amerikaning 300 milyon nüfusunun 150 milyonu bugun chiqib, men sening pasportingni tonimayman, citizenshipingni tonimayman desam shuldi. Ishga urish bo'ldi. Bu vaqtda bu ne, ya'ni eng muhim narsa uning qo'lidagi qog'oz emas, ko'p odamlarning, ko'p xalqning kallasidagi e'tirof qilish. Shuning uchun Sharq Turkistonliklar qo'limizda pasportimiz olamdi, ya'ni bizimiz olamdi. Ko'p Sharq Turkistonliklar biz Sharq Turkistonlik degan ideyada, Sharq Turkiston ulus degan ideyada meni bu Sharq Turkistonlik har qaysi millatdagi xalqlar davlat qurgan kunimiz biz Sharq Turkiston ulusi bo'lamiz. Hozir zihniyatni tayyorlayapmiz. Yana birsiga ko'p sonliq Sharq Turkistonliklar Xitoy pasportini e'tirof qilmaymiz degan kuni bizning mustaqillik harakatimiz boshlandi. Tushundinglarmi? Biz e'tirof qilmagan kunimiz bizda davlatchilik. Bunu menda tushuntiray. Men Avstraliyada yashayotgani 15-16 yil bo'ldi. Avstraliya pasportimni olganimga atam zamon bo'ldi. Bir qitim Xitoyning elchixonasiga kirib viza iltimos qilib baqmadim. Nima uchun bilamsizlar? Men Xitoyni, Sharq Turkistonni ishg'ol qilib turgan Xitoyni men tonimayman. Men Sharq Turkistonlik Xitoyning zimini emas u. Shuning uchun men kirib vizani bosqitsam, men Xitoyni e'tirof qilgan bo'laman. Xitoy bayrog'i ostidagi vatanga men qaytmayman. Buni siyosiy iroda deymiz. Ve bu siyasi irade bir adamda bo'lsa kuch olmaydi. Ammo 20 milyon xalqda bo'lsa, bunun kuchi boshqacha bo'ladi. Tushundinglarmi? Ulus degan shunday narsa, xalqlar birlashib davlat qursa. Bugun dunyoda ulus bo'lmagan davlat yo'q, ammo milliy birli millat qurgan davlat bormisanlar, birsi bor. Yaponiya. Yaponiya burunqi shu davrlarda ishchidagi etnik boshqa guruhlarni kuchli assimilyatsiya yo'qotib qo'ygan. Shuning uchun Yaponiyada hozir birli Yapon millati bor, ammo buning ziynini mi tortyapti? Bu yerga nüfus demografik cho'kishi iqtisodiga kirgim yo'q. Hozir Yaponiyaning nüfusi cho'kyapti. Chunki insonlar ma'lum bir iqtisodiy kuchga yetgan vaqtida balini jiq topmay, balini oz tepib, balini sifatli cho'ng qilishga intiladigan bir yerga keladi. Shuning uchun taraqqiy qilgan g'arb davlatlarida 3-4 bal tapqandan biz 2 balını tepib, muşuları öyap birle bizim qildi deb bal tepish soni ozladi. Bir demografik, yani nüfus jihatdagi nimada bir oilada 2 adam 3dan jiq bala tapmasa, u davlatning nüfusi cho'kadi. 2 adamdan 2 bala tug'ilsa, amaliyotda o'zgarmaslik kerak, bu 2 adam o'z chiqisi chiqadi deb. Lekin bu vaqtlarning qatnash voqeasida bala vaqtida o'lib ketish ehtimollarini qo'shganda nüfus tushdi. Erdoğan'ın en azda 3 bala degeni bekarı gap emas. Onun asası var gap. 3 bala oluş gerek en azda. Sharq Turkistonliklar 3 bala Paris desindajlar unutmalı bunun qo'shib. Shuning uchun Yaponiyaliklarni belgilik seviyaga kelganki, ularning balalish soni tushib, hozir iqtisodiy cho'kyapti nüfus ozlagandan keyin. Shunga Yaponiya endi ulus kimligiga o'tib, chet elliklarni o'ziga ko'chman qilib qabul qilib, xuddi Gollandiya boshqa davlatlardek ulus altı ötüp köp milletlik ulus devlet altı ötmese
Yaponiyanın iqtisadi davamlıq çökeverdi. Şu aldığımızdaki 5 yıldan 10 yılgacha Yaponiyanın stratejisi ulus kimligini yaratıp köşmen kabul kılıp ben Amerikalar ve ben bronk programlar dedim. Başka devletlerden Uygurlarını kabul kıvatkını bizge iş çağırgın emas, iqtisat sebep bağımın keynide. Nopos ilişti. Şunun için Yaponiya mı şundak nimegi ötmese ulanın nimesi çöküdü. Şuna Yaponiya aldığımızdaki 5 yıldan 10 yılgacha stratejisini özgert köşmen kabul kılışkı başlışı ve ulusal kimlik yaratış, yani milletin limbosu meyli ki birli yaşaylı biz ulus dövleti bulaylı dige yolga mağdu dep qarayman. Toğunu çıkamdı, hata çıkamdı, 5 yıldıkin köşeyli. Bu halakı biz küçük vaxtlarımızda gördüğün Yıldız degan kino var, Afrikalık qaratelliklerning. Şunda ekilip halakı Fransızlar qaratelliklerge tamğını vurub aladı mesela. Tamğısını besip aladı. Ama tamosunu besip algan bilen tanglam o özü tamam bundaki men Fransiyalik bolup ketdim demey adaqış köreş kıldı. Hazırkı şu devlet kimlik meselesini şununla okşap ketgarak bir kallam kep kaldı odan. Belki bir hata tuygulmadı. Şarkı Türkistan en avval her bir halkımızdan terturup kaldı meyakını gösterip meyada kuruluş gerekçi jürkide. En avval yürekte, en avval bir arzu, bir istek bu peyda oluş gerek. Bu avval yürek peyda olgandan keyin anadaki mana da peyda oldu. Yani oylanışqa, ilim işilçik başlayımız. Ondan keyin amalga oshadi. Sirtki vaziyat keldi. Şuna yürekte Xitoy pasportunu tonimaylik qarindoshlar. Tonimaymiz. Xitoyning bugungi Sharq Turkistonni ishg'ol qilib turgan chegaradagi Xitoy davlatini tonimaymiz. Masalan biz Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi Xitoy demokratlari Sharq Turkistonning mustaqilligini qabul qilgan Xitoy demokratlarini tonimaymiz, bizning ishimiz yo'q ular. Ve bundaq desek sizlar bilan kim ko'rishadi, kim qanday qiladi deyishi mumkin. Bundaqlarda Avstraliya parlamenti qo'llab chiqarib aytmadi. Bazı qiziq savollar var. Qisqa javob oladi. Programni uzun qilib o'tmaslik uchun. Masalan, Qozog'iston nima uchun G'arbiy Turkiston emas deb bir qilinishimiz. Qozog'iston nima uchun G'arbiy Turkiston emas degan qanday gap bu? Masalan, nima sotsiologiya, madaniyat, Sharq Turkiston desang, uning g'arbiy bo'lishi kerak demakchi-da. Yo, sotsiologiya jihatdan Türkologiya ilmida o'zimni Turkiston deb ataydi. Yani sizning atig'ini masalan manda deyish mumkin. Qozog'iston nima uchun G'arbiy Turkiston deb davlat qurmadi desa, bu savol bir savol bo'ladi. Ammo nima uchun G'arbiy Turkiston emas desa, nimaga ko'ra? Yani demakchi, shu nima? Nima uchun G'arbiy Turkiston deb davlat qurmadi desangiz, Qozog'iston degan ismni ruslar qo'yib, ruslar Qozog'iston avtonomiyasini ruslar shakllantirib qo'ydi, qozoqlar qilmadi uni. O'zbekiston, Qozog'iston deganlar davlat bo'lgandan keyin chiqqan narsa emas. Sotsialist davlatlar birligida Sovetlarning bularga qo'yib qo'ygan ismlari shu her bir rayonga Qozog'iston, O'zbekiston Respublikasida qozoqlar qurgan davlat emas, o rus eqimi men degan rus eqimi, rus sotsiologiyasi planlab qo'yib qo'ygan ismlar bilan qurildi. Ya'ni tug'ildi o davlatlar, qonuni qurilmadi, tug'ildi. Shuning uchun ham biz nima uchun Sharq Turkiston bo'lamiz desak, Abay deganimdek biz ko'k bayroqni ko'tarib ketyapmiz. Ko'k bayroq qaysi jumhuriyatning bayrog'i? Bugun siz Osmanlıning bayrog'ini ko'tarib chiqib Turkiya jumhuriyati desangiz bo'lmaydi. Her bir bayrak bir devletning simvoli. Agar ulus muhim bo'lsa, nima uchun Uyg'uriston ulusi desa, nimaga futishadi? Bo'lmamdi degan gapni qilibdi. Uyg'uriston ulusi desa, birinchisi tarixiy sababdan bo'lmaydi, chunki undaq narsa yo'q. Uyg'uriston jumhuriyati degan narsa yo'q. İkincisi, yani bu Uyg'ur imperiyalari, Uyg'ur xalqligi qatorliqlardan nom ekilib oldimiz qo'yishchi. Onda olsa Qaraqaldilarning nomini kelib qo'yaylik. Yani biz 25 imperiya qurgan xalq. Yani umumiy turklar shu sharqdan g'arbga ko'chish jarayonida Babur davlati deymiz, G'aznaviyli, Timur deymiz. 25 ismning birisini qo'yib, nima qilaylik unda qo'ysa ovoz qo'yib. Ya'ni tetiqsizlashmaydi qarindoshlar. Bu qalbashmaydi. Yani gap şu, Sharq Turkiston besib olindi, ishg'ol qilindi. Sharq Turkiston mustaqil bo'ldi. Ulusal kimlik bilan, masalan,
mesela Uyg'uriston dedik deylik yoki bo'lmasa Uyg'urlar ulusi dedik ya bir narsa dedik deylik. Qozoqlarni qanaqa qilamiz Sharq Turkiston? Qaranglar, Sharq Turkistondagi qozoqlarni Dilgar Musabay aşık olup kelinglar deb bag'rimizga besib olamiz, biz pan turkistonlar deb aytmaymiz. Xalqaro qonunda u hozir Sharq Turkistondagi qozoqlar emas, Xitoyning zulmidan qochib Qozog'istonga qochib ketgan qozoqlarning vataniga qaytish haqqi bor, unutmanglar. Sharq Turkistonga qaytish haqqi bor. Sharq Turkistonlik qozoqlar bugunmi, bugunmi va ertami Sharq Turkistonga qaytish huquqi bor. Buni nima deymiz? Refugees right to return deydi. Siyosatdan alaqtilab chet elga chiqib ketganlarning vataniga qaytish haqqi deydi. U yolg'iz Uyg'urlarning emas, Sharq Turkistondagi qozoqlar, qirg'izlar, o'zbeklar hammasi bugun zulmdan qochib chiqayotgan bo'lsa, hammasining xalqaro qonunda qaytish haqqi bor. Ular bizning qarindoshimiz, bizning vatandishimiz, bizning yerimizda ulusimizning bir parchasi. Bu sizning ko'nglingizda manda bo'lsa, anda bo'lsa bilan bo'lmaydi. Bu xalqaro qonun bor. O yani men Dilyar Musabay Sharq Turkiston vatanimda qanchalik haqqim bo'lsa, mening yerimda bir Balispay qozoq qarindoshimning nomi shu Sharq Turkistonda shunchalik haqqi bor o'sha vatanda. O'sha yerda tug'ildi, cho'ng'ildi, necha yillar yashayapti, uni sen ketsan bu yer bizning deyolmaysiz. Sharq Turkistonda tug'ilib o'sgan Xitoyda shu deydi. Xitoyning nufusi bizda Xitoyda ishg'ol qilgan vaqtida 5% atrofida edi. Keyin Xitoy men bu maqola chiqarib qo'ydim ko'rgansizlar, Stalin 5% nüfusni 30% chiqaringlar, ko'chirib kelinglar dedi-ku. Ko'rgansizlar, o'qigansizlar. Xitoy Stalinning degani bo'yicha bizning yerimiz, ya'ni inglizchada colonization deydigan ishg'ol qilingan bir rayon. Dunyoda colonization, unga decolonization, ishg'ol qilingan yerlarni keyniga qaytarish, asliga keltirish deydigan bir qonun bo'lgan, shu Britaniya parchalanganda. Bu yerda bizning vatan unutilib qolgan yerda o'tgan 60-70 yillarda siyosiy vaziyat yormagan bo'lsa, bizninkimi shunday o'xshash narsa ashton. Shunga xalqaro qonunda colonize bo'lgan yerlar, ya'ni bunda colonize degan ishg'ollam emas, bir yerga birlar besib kelib, ko'chmanlarni yo'tkab kelib o'ziniki qilib olsa, masalan, Avstraliya inglizlarning koloniyasi bu birinchi besib olgan yer. Ko'chmanlar kelib bunda qildi. Agar Avstraliya masalan 60-yillargacha Avstraliyadagi yerli xalqlar o'zining nimasini saqlab qolmasa, balkim Avstraliyadan chekinib chiqadi-ku, Britaniya ayrıladi yani. Ama bu yerdagilarni yo'q qilib bo'lganda, ya'ni 100 yil, 200 yil ya. Shunga xalqaro qonun bo'yicha bizga ko'chman bo'lib kirgan Xitoylarning o'zlari va avlodlarining u yerda xalqaro qonun bor, bu yerda bir yerga sistemalik ko'chirilgan ko'chmanlarning u yerda haqqi yo'q. Bu yolg'iz bizda emas. Masalan, Falastinning West Bankga Isroilliklar ko'chmanlarni ko'chiryotdi maxsus. Bunu settlers deydi. Xalqaro qonunda cho'ng masala bu. Falastin masalasida mushta o'xshash narsa bor. Yahudilarning West Bankga Falastinning ko'chib kirganlarini xalqaro qonun qonunsiz deydi. O'shaga ko'chiyotgan Yahudilarni İsrailiya Oliy sudimi, xalqaro sudmi, xalqaro qonunmi hammasi qonunsiz deb hukm chiqadi. Xalqaro qonun hammadanga o'xshash. Gap uni ijro qilish kuchimiz bo'lishi kerak. Ama onu siz itirof qilmayman, voy menga desangiz, davlatning obrazi tugaydi hozirgidek. Shuning uchun Xitoylarning bizga kirayotgan ko'chmanlari sistemalik ko'chman, buni tarixiy isbotlajak. Bunda sistemalik ko'chmanlarning u yerda zaminda haq bo'lmaydi va ulusning parchasi bo'lmaydi. Bu yolg'iz bizdagi masala emas, bu dunyoda jiq masalalar va uning birisi Isroiliya Falastin masalasidir. Bayatın Amerika'daki siyasi meselelerde Nuri Türker Efendi'ninki habersiz hükümetle bu alakalardaki işlerde, yani onun mesleğsiz bir çıkmak doğrusu da tavsiye kıldınız. Ama bazı kardeşlerin deyişçe Nuri Türkel Efendi'ninki muhbirlerin tekrar iş ettim. İşte halkına müstakillik halamdı diyen şey halkaralık muhbirlerin suallarına bergen cevaplardan onun sadaqatini gumon qilganlik haqida
mundaq taxminlar var. Bundaq holat turib, yana shuni tavsiya qilamdi degan bir tushuncha bor. Yaxshi savol bo'pti. Endi qarindoshlar, ya'ni men misol beray deb ikki Amerika, Avstraliya bilan chiqdi bu savol. Bundaq gap. Nuriy Turkal efendim şu savolni, ya'ni shu muxbirga javob bergan vaqtida uningga savol shaklida chiqqan odamlarning eng beshidagisi mendim o, unutmasa, qarindoshlarimiz. Savol shaklida chiqqan. Chunki bu bizning qizil sizig'imiz. Bu yerda kim chiqsa, masalan, maqetimizda ikki xil tilda ikki xil chiqib, Abduvali Ayıp efendim avtonomiya bizning haqqimiz deb qo'llangan so'zlagachki, unga qarshi chiqdi. Chiqimiz. Burunmi chiqdik, hozirmi chiqimiz, bundan keyinmi chiqimiz. Boyuna. Hem de mesele ma'lum. Siyasi nimede, siyasi davada kitivatkan adamlar, her qanday adamlar hatalı şudur. Hata kılıyordu ve doğru kılıyordu. Mesela Abduvali Ayıp efendimni ben hazır kığınırlar bu adamla kaltak bile urup yanısa işpiyon hain devatmayman. Makırının hata devatımı. Hata diyenken ben eğer erteden başlayıp çıkıp doğru dediyse Abduvali Ayıp efendimdeki doğru deyman. Bu yerde mesele şahsi nime emas, ben tanımayım Abduvali Ayıp efendimni Gollandiyada keldik, görüştük, konuşup görüştük. Bunun dikimi görüşme. Çünkü kıyırınçım ama az zihniyet meselesi de nim kılatım. Doğru, yani biz doğru dep qargan taraftan olsa elbette çıkıp doğru kıldı deymiz. Şunun için Nuriy Turkal efendimnin o hatalığı bilen kesipla sen mandakçı devetsek doğrumaydı qarindoshlar. Belki hata kıldı mı, doğru kıldı mı onu bilmeyiz. Ama yeni bir qitim chiqib, yana muşta hatalık yoki muşta ish bo'lsa, uni mush so'rgan do'stimizdan burun biz chiqib uni inkos qaytaramiz, buni unutmasin. Ama mening bu yerda dinim, ma'no demaydim, unutib qoldim. Mening dinim her bir adamning yetishgan bir sohasi, bir nimasi bo'ladi. Mayadın Nurgul Saat Hanım'ın misal qilib, qonun to'g'ri qo'yish Nuriy Turkal efendimdan chiqib qoldim. Yetishgan sohasidagi adam shu ishni eng yaxshi qila oladi. Shuna eğer de mesela sadaqatdan gumon qilsa, men deganim men ishni topshirib o'tamiz, maslahatini ilib qanday qilamiz shaklida so'zlashib, buyruq olmaysizda, maslahat ilib, to'g'ri ko'rsangiz qiling demoqchi. Men Nuriy Turkal efendimning bu temadagi nimasiga yetishgan shu sohaning adimi, mening nazarimda Nuriy Turkal efendim shu diplomatiya, bürokratiyaning adimi. Shu ishni eng yaxshi qildi deb qarayman. Nurgul Hanım'ın şu. Yani mesuliyet noktasından ve kesbi noktadan Layakat deyimiz biz, layakat. Layakat. Bir kardeşimiz deptu vatandaki Kazak, Kırgız, Özbek Katarlıklarının hakkı ve ulus nimisi de düşüncesi deptu ama mesela Özbekistan'da hazır milyondan artık Uygur var. Ama bizden Şarkı Türkistan'ımızda başka milyondan aşağıdan bir millet yok. Dep san cihetten şunda tuğan olsun, şunda hukuk egolamdı. Eğer şunda ulus cihet şunda bulduğun olsa, ne için Özbekistan'daki milyonlara Uygur'un hakkı mesela etraf kalmadı ya ki yok. Ben size bana bir nersindeyim. İran'da Yahudi var. Benim bilişimci kaç yılın 80 bin falan Yahudi bu. İranlıklar çapayla keseyle senin hakkın yok değil mi değil? İran nüfus ulusunun içinde Yahudiler yaşayadı İran'da. Bunun nüfusu 1 milyon olsa bunun hakkı olurdu. 100 bin olsa bulmayı dediği şu, o insan bu yerde mevcut buldu mu? Onun kültürü, onun medeniyetini ben qoğdap yaşayman dedi mi? Onun hakkı olurdu. Kileyle Özbek, mesela Kazakistan'da Uygurlarının kültürel, ma'rif nesliga hürmet qilgan asasda köp milletlik ulus devleti Kazakistan. Hemen Kazak opsiya demidi o, mecburmidi o. Şunun için Özbekistan'mı, Uygurlar hemen Özbek opsiyada bir asimilasyon siyaseti çıkardı mı? Yapılmışsa o yerde başka iktisadi, başka cihetlerden buldum. Ama Fergana Vadisi'de burun 1 milyon dolar Uygur vattikin azlap ketdi deydigan nesler var. Muhimi devletin zihniyeti, mesela ben Uygur deseniz sizde bir yerde hakkım yok demde Özbekistan'da. Yani başka ictimai, sosyal sebepler bilen bolup mu kültürümüzün okşaşlığı sebebi bilen kandak oldu. Ama bir yerde bir halkının sağını mandakke, cıkke mançı milyondan azsa hakkı var, mançı milyondan az olsa hakkı ondan şu.
Tamam. Aşını Keyingi soru. sorgan kardeşim İran'daki Yahudilarni bir izlep bakın doğrudan görsün. Tamam. Yaxşı cevap oldu. Xo'sh, bu yerdan pasportni e'tirof qilmaslik shu yildan boshlandi, ya'ni Xitoyni tanımaslik degan tavsiyalar bo'ldingiz. Hem Türkiye'de bir kısım Uygurlar hazır kadar yana Xitoy pasportunu ko'tarib yuribotimiz. Xitoy vatandaşı degan nomni qo'llanishimiz majbur qilamiz. Hozir bundaq bir ahvolda vatan davosida qanday o'sish qila olamiz? Biz qanday yani uni tashlab etsak kimliksiz qoldik. O'zimiz isbotlay olmaymiz. Ko'tarib yurgandan keyin Xitoyda deganda nimaga qolamiz? Salohiyatga. Abay deganimdek meyada, yürekte bunu itiraf qilmaymiz. Ya'ni Turkiyadagi qarindoshlarga yoki Xitoy pasportidagi qarindoshlar u yerdan davlatlardan chiqib boshqa yerlarga berib berishinglar uchun u bir vosita. Mening da'vat qildim, yuruginglarni tonimaysizlar. Qo'linglarda faqat hozirgi kimligimiz uchun vosita deb ishlatysizlar. Demakchi, texnik komplekslashtirirsam, qo'limdagi bir vosita deysizlar, men Sharqiy Turkistonlik deysizlar ve onu işiltidiği yerde işiltisizler, xuddi bir zapças etverkini yoki amboni ishlatgandek ishiltisizlar, ammo Abduvali Ayub efendimdek chiqib, şu qo'limizda Jungo pasporti boshqa biz Jungoliq demaysizlar demakchi. Tamam, tushunishga oldi. Osman Batur Oltoyni mustaqil qilishga uringan, Sharq Turkiston Jumhuriyatini tanımagan. Biz har qancha qilsakmi, ularni bag'ri bossakmi, ular yana bunun kelmaydi. Depti bir qilishimiz. Bu haqda manbalar mesele varmı ya? Osman Batur Sharq Turkiston Jumhuriyatini tanımaganmi yoki tanıgan ve keyin biz go'mindan olib bitim tuzgandan keyin o'zgarganmi? Ashani yaxshi tushun. Menbede mesele var. Tamam. Müstakillikni amalga oshirish uchun bizga bir zo'rlig'icha, ya'ni majburlash xarakteridagi kuchga ehtiyojimiz bormi? Teklif fikrlar esil, ammo ijro qilingan, hisob olinadigan sistem barpo qilish kerakmi? Bu sistem barpo qilish degan vaqtida mana yaqinda bir qancha nimalar bor, o'tgan bir qancha jinoyatga yaxshi yuzlanishlar bor. Masalan, tashkilotlar birligi deymiz. Mana professor ustozimizning birlikdagi qarindoshlarimiz meni unutib qolmagan bo'lsa, ben 2 yildan oyog'im munbarlik ishlayotim ekranlarda. Munbarlar deb keldingiz. Bu narsalar qarindoshlar mana tushunish kerak. Bir narsani deplab, vaqtlab ijro bo'lmaydi, buni tushunish kerak. Eng avval shu ideya yaratildimi? Hozir hamma shu professor akamizmi debdi, bu biz yeni narsa qo'yib deb 4-5 qitim debdi. Ya bu yeni narsa emas. Hozirgi vaziyatda buni menmi dedim, boshqalarmi dedi, bu ustozlarimizmi dedi, o'zlari degandek yeni narsa emas. Gap hozir degan salohiyatchi. Masalan, bu ziyolilarimizning ziyoli bular akademisyen. Bular akademik Qizil Chiziqning ishchi to'sini nima ish qildi? Bularning vazifasi ideyani itish o'tirg'a. Bular bir narsa üstbirlik qilamiz degan bo'lsa, deb bo'lib ertasi kunsi yenini turib tashkilot qilib juronglar üstbirlik desa, bular akademisyen bo'lmay qoladi. Akademisyenning vazifasi qalam bilan fikrini, ideyani itish. Shunga hech kim bu odamning üstbirlikni qurdi ekan deb o'ylamaslik kerak. Chunki ularning xizmat doirasi emas u. Bunda mening tilimda munbar deyli, bu ustozlarning tilida üstbirlik ya boshqa qarindoshlarning nomida tashkilotlar birligi deyli. Bu quriladi qarindoshlar, ammo qadam bosqichlari bilan va ideya pishib yetilganda, abay degandek bir jamiyat yeni ideyalar yaratgan statiko va mavjud establishment shakllanib qolgan narsaga qarshi yeni ideya yaratgan krizislarni hal qilish bilan barbara mening yani bu nimada mening planim bor. Bu shu tashkilotlarning ishda bo'ldig'inda biz 2-3 yil qadam buni amaliylashtiramiz inshaalloh. Yani 2 ya 4 yıl arasında değil. Bunu əməlləşdirgili boludu. Şunun üçün o ətili bulduğun nəsə emas. Çünki kelanlar da qılmaydı. Hızra qədəm bilən buldu. Şunu boludu inşallah. Onun plan nimələrimiz var, yəni ölçərlərimiz.
Asasen sualla başka sualla varken ama teminden chetnep ketadigan. Misalan Hong Kong'daki namoyish haqidagi ko'z qarashlar. Ondan başka kapitalizm, sosyalizm, kommunizm atalgılar haqidagi izohat talab qilishlar. Buna o'xshash mazmunlar varken biz TV itibari bilan buni keyin qoldiraylikmi? Hong Kong to'g'risida men qisqa javob beray. Xo'sh. Hong Kongdagi namoyishlarda tashkilotlar Hong Kong, masalan, Hong Konglik deganda Hong Kongliklar emas, o'xshash emas, har xil Hong Kongliklar. Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi Hong Kongdagi mustaqilchilar bilan aloqa qilamiz. Tayvandagi mustaqilchilar bilan aloqa qilamiz, Tibetning mustaqilchilari bilan munosabat o'rnatamiz. Biz Hong Kong demokratlarida bizning ishimiz yo'q. Buni boshqa tashkilotlar to'liqlisi bo'ldi. Bizning deganimiz ularning ishimiz yo'q deganim bularni ko'rishganlar xoin degan gap emas. U bizning xizmat doiramiz emas. Bizning tashkilotning maydonida ularni ko'rish yo'q. Yani kelgusidagi mustaqil davlat komşularımız, qo'shni davlatlarimiz bo'lib qolish ehtimolli bo'lganligi uchun hozirdan boshlab diplomatiya. Xitoymi bizning qo'shnimiz bo'ladi inshaalloh. Yaxshi qo'shni bo'lib o'tamiz inshaalloh, ammo ishg'olchi bo'lib turolmaydi. O Hong Kong'ningki namoyishlarda beshidim shunda bo'ldi. Tunigun bir videoni ko'rib qoldik. Undan mı chiqibdi? Bizning vatanimizning bayrog'ini ko'tarib olib qolganlar. Bu uyammi yo bir qanday bir munosabati bor buning? Masalan, siz qanday tushundingiz buni? Ya Hong Kong xalqining mustaqillik edish kuchi yo'qotidi. O yani bizni ko'tarib o'zining mustaqillik tamomda, ammo bizning bayrog'imizni namoyishchilar orasida nima uchun ko'tarib olganligi haqida tushuncha. Yo'q, ko'tarib oladi, albatta u yani o'rtaq dushmanga qarshi birlashidi, bu zulm birlashtirdi emas. Men burun bir hikoya aytib bergandim, Mavlana qushlarni nima qilsa. Mayan taraf qaragan chog'da bizga va xalqaro nisbatan biz Sharq Turkistonliklarni qo'llaymiz, uning qilgan to'g'ri degandek tushuncha bergan bilan umumiy Xitoy xalqiga nisbatan bir vahim paydo qilib, ichki birlik ittifoqlikqa tashabbus qiladigan xurujga aylanmamdi. Onda nimalarga bek aylanmaydi, chunki ko'k bayroqni ko'targan o videolari Xitoyning ichidagi Xitoylar ko'rolmaydi, uni cheklab o'tadi. Mayadman muhim bir narsa demoqchi, bugungi deyman ismli qilishicha Hong Kong va Tibetni mustaqil davlat deb tonish to'g'riliq Amerikada bir qonun nimasi sunilib qanday turadi. Abay nimani ko'ryaptimi programmaning oldida to'liq ko'rolmadim, buni aniqlash kerak. Ya'ni bu bunu sunulukla aytiliki Hong Kong'da nimani mustaqil davlat deb tonimaydi Amerika. Bizim o 10 yıl burun Şarkı Türkistan'ın mustaqilliği to'g'riliq, yani o'z taqdirini o'z belgilash to'g'riliq resolution, qonun bulmasını, hareket nimisini biz Avstraliya senatiga akirgan. Şarkı Türkistan'ın mustaqilliği to'g'riliq qashdan narsani. O yerda albatta e'tirof qilinmaydi, chiqarildi. Mesela Hong Kong Tibetning qonuni kiribdi desa, aytliki buni to'naydigan desak bo'lmaydi, chiqarildi. Lekin bu nima, buningdagi maqsad nima deganda birsi Xitoyga signal Amerikaliklarning. İkincisi, avi nesinin ideyani tug'ildirib berish, yaratib berish. Bugün Avustralya'nın nimasiga kirib, parlamentga kirib, Sharq Turkistonning mustaqilligi deysiniz, hech kim qo'llamaydi, emas tamam demaydi, Xitoy dushman bo'lmaydi. Lekin hech kim cho'chib ketmaydi. Chunki adilaytiki Sharq Turkiston Avstraliya jamiyatidagi qarindoshlarimiz yillarni yag'i Avstraliya asli to'g'risi ulusal bayrami, ama biz ko'nglimizday Sharq Turkiston davlat bayramini kültürel bir bayram qilib e'tirof qilib bo'ldi. İkincisi, Avustralya'nın senatiga Sharq Turkistonning o'z taqdirini o'zi belgilash to'g'risida bir harakat plani sunulib bo'ldi. U rad qilindi albatta. Lekin sunulib bo'ldi degan gap, ideya kirib bo'ldi degan gap senatda. Shuning uchun men bu yerda bunday bir narsaday, masalan bu qonun chiqilgan desa, ba'zi bir odamlar mustaqillik demabdi deb buni qo'shimcha deb menga sesga qanday shaklda nim qo'yganlarda qarindoshlar. Hozir biz ikkinchi bosqich siyosiylashish bosqichida shu hamma davlatlarda qonun chiqariladigan bosqich. Buni doktor Erkin Akram ma'lum necha qitim deb ketdi ekranda, buni tushunish kerak. Hozir erishgan haqlarimizni qonunlashtiradigan davr dedi. Bu nima gap? Hozirgacha inson haqlari masalasi u bu bo'lgan bo'lsa, endi
hozirgacha bizni dunyoning to'nigan mishta zulm bor degan narsalarga qarta haqqimizni qonunlashtiramiz butun hamiyada. Bu Amerikaga kirib mustaqillik deb qonun chiqar demaymiz. Birincisi, bu inson hakları bu degan temada Amerikalar emas, hamma davlatlarda qonunlar chiqqandan keyin oldimizdagi yillarda bu Sharq Turkiston ishg'ol bo'lingan rayon deganga qarta yuzlanadi bu aldirmay 5 yilda 10 yilda. Aşağı takip etmadiğingi. Şunu bugün kirib, miyada Sharq Turkiston demabdi, Şinjan debdi, yoki miyada mustaqillik to'g'risida gap yo'q deb qalaymiqan qilmaymiz. Avval maqonunlar chiqadi, tadrijiy oyoq mangdigan gap. Bir ikki telefon bor. Qazo qoldim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Baqajim qanday ahvollar yaxshi to'lma? Allohga shukr, salomatchilik. Biz kechqurun vaqtlar Isma programmani ko'rib o'tirdik. Bir savol sorg'im kelib qoldi bugun. Obdan. Diljar Musaboyev o'tgandan oldin ko'ribdik. Bizningki tariximiz o'tgan ikki jumhuriyatimizninki ministrlari o'g'illarininki avlodlarini ko'ribdik. Alloh yo'llarini texim xayrli qilib bersin. Ya'ni shu ikki jumhuriyatimizga o'xshash baş minister olaş nasip qilsin. Alloh davlatimiz mustaqil bo'lgan vaqtida. Amin. Ben bir iki sual soraydigan qisqacha. Xo'sh. Birinchi savolim. Biz men bu muajiratda sizlar bilan chiqdik 10 necha yil bo'libdi vatanda ayrilgani. O'ltirdi bo'layotgan tarix tartishlarımizga ma'lumroq, ya'ni Uyg'uriston yoki Uyg'ur yoki Sharq Turkiston yoki Turkiston. Bu shu ism to'g'riliq bo'layotdi. Bu tug'ilmagan mozaik qo'ziq qaqatimizda. Endi Diljar Musaboyev efendimning o'tgan degan gaplarga qaraganda shuna avvaldan beri yozgan yozmalardan, bergan bayonotlardan o'zining e'lon qilgan qizil siziqlardan tortib buni tushunib keldik. Sharq Turkiston degan bu bir davlatning nomi, qon badaliga kelgan, inqilob qilib shahidlikni berib, enadan qurilgan davlat. O'zimin bu davlatimiz mustamlik ostida qolib qoldi. Mayaqdan chiqqan O'rta Osiyoda qarindoshlarimizningki ba'zilar nima uchun Uyg'uriston deb qo'ymaymiz degan bu talabni qo'yib hozir bu millat ikkiga bo'linib ketib boradi. Bu bu birlashmas ahvoli bor. Bizdan ba'zan bir programmalar shu pilaylar programmasidan bilak Ümit efendimning jasorat efendimning programmalari bor, u bor so'zlayotdi Uyg'urlar haqida. Men shu Diljar Musaboyev efendimdan shu to'g'riliq bir savol so'ramoqchiman. Shu birinchi savolim shu bo'lsin. Siz Sharq Turkiston birinchi qitimliq Cumhuriyetimiz Sharq Turkiston İslam Cumhuriyeti bo'lgan. İkinci qitimliqni İlixon To'ra boshchiligida sizningki bo'g'ingiz bo'ladi-ku, demak, Anvar Musaboyevlar boshchiligida Sharq Turkiston Cumhuriyeti qo'ygan islomni elitib. Unda bo'lgandan keyin bizningki qoidamiz bo'yicha bu davlatni ya siz qurishni nasib qila, ya boshqa bizning qo'lidan Alloh bir nasib qila. Qurg'uchilar Uyg'uriston deb qo'ysin yoki Turkiston deb qo'ysin. Yoki yerli bo'lsa ota-bobolarimiz varislar Sharq Turkiston qilib qo'ysin. Bu zid kelamdi. Bu ismni nima uchun shunchalar ching tursiz mushunga bir savol taraf baxsam bu haqda. Shaxsiyatingiz tekkanlik emas, men bir to'g'ri tushunasiz. Men sizlar bek Tamam, yeterli oldu. Müşahidi bir düşüncenizi bilip baksam, hem de bir ötkendim bir münazirleşip kaldınız. Abdurrahman sen bilen. Münazirleşmişsiniz mi? Bolette otorluk hem de halkara boks musabakasında mı abi 70 kilonu 70'ge 80'e 80'ge salıdı. Anındısınız sen. Ne vakit kaldınız? Uval koydunuz şu hem de. İkinci sualım. Hazırki siz davet kalmış bir sistemi berpa qilish to'g'riliq bir gapdan anglayapmiz. Bizning xalqimizga Shahbatchaning programmamizda boshqa programmamizda yaxshi taklif fikrlar tushyapti. Ammo ijroat yo'q. Har bir iqtisodiy istixborot kuchimiz bo'lmaganlikdan har kim xohlaganini qilyapti. Biz buning uchun bir ashaddiy bir zo'rlig'ich kuchga ehtiyojliqmi? Savolim tugdi. Ma'qul, rahmat. Anglab baqili. Yani birinci sualda Sharq Turkiston degan ismini nima uchun bunday tushuntirsiz deb so'raldi-ku. Sharq Turkiston men shuni aniq qo'yay deb gapsam qoldi. Oldindan birinchi narsa bu
Şərq Türkistan İslam Cumhuriyeti ve Şərq Türkistan Cumhuriyeti'deki minister boğularımdan neyimiz çıkıp kaldı. İkinci Cumhuriyet'te Şərq Türkistan Cumhuriyeti'de Maliye Ministeri Enver Musabay. Birinci Şərq Türkistan İslam Cumhuriyeti'de Soda ve Dehkancılık Ministeri Obul Hasan Musabay. Yani ikili Cumhuriyet'te ba yani. İslam Cumhuriyeti atalğandı mı ba, Cumhuriyet atalğandı mı ba yani. Emdi kileyli bu nimede Şərq Türkistan diye isimde. Bu mandak yap. Devlet kuruş bu bir kanatlarımız bir ilim demeyim de bir iş bu. Yani bunun tertibi oldu. Dünyadaki 200 devlet kurulgan cereyanda onun tertibi oldu. Onun asası oldu. Onun sosyolojik asası oldu. Siyasi asası oldu. Her xil taraf tarihi asası oldu diye nurgun nesler oldu. Hiç kanda tarihi asası bulmasa değil misalda? Bu xalqni mı iştiriş güçü olmay tarih asası mesela bugün berip Alyaska'da bir devlet kuraylı Cumhuriyet Amerika'nın meyeri Rusya'ya yakın ki biz kirip kurvalaylı desek xalq mı onun bir intilmeydi çünkü tarihi asası yok onun. Yani bir ecdadımız bir kan tökken, can vergen iş yok. Ondan ki intilmeydi yalnız kalırsız. Şuna bu devlet kuruş degen hemmeden bir kalırsız oylaplı mındal kursa bulmamdı, mındak kısa bulmamdı emez. Biz bunu Şərq Türkistan buluş gerek degende biz Şərq Türkistan'da isimli jürgümüzden köyüp pişip ketkeşke ya ki muşunun başkası bulmaydı digeşke emez. Yani köyüp pişip ketkeşke degenim isim gacı bu. Demek devlet, Şərq Türkistan devletiga elbette köyüp pişirmek biz. Yani bunun sebepleri var. Bunun asasları var. Tarihi asasımız var. Bu rast bir bayrakını tişlep mandamında devlet kurduk deyiş asan iş emez. Bizim ecdatlarımızdan kığını. Mekkurunu yaratıp aşağı-inçilik ekiliş bu asan iş. Aşinçilik bizde mesela ecdatlarımız galbı kılanmı dedik onun sebepleri cık hem de işki taşkı. Ecdatlarımız aşinçilik kılanmı kılanmayı yokup ketken millet nurgun dünyada. 15 yılın aldığı karşısınız dünyada 6 min kıl tıl vattı deydi. Hazır karşısınız 4 min tıl var deydi. 2 min tıl yok aldı yok ki 15 yılda. Milletler mında yokap küçük de yokagan diyor. Şunun için bizden ecdatlarımızdan o kan, o can, o tişligen bayrak onu bugün biz olsun yaxşı kömeği tutup yötküversek başka kanuni o bu asaslarını demey balının atığı ve bassızlığı bulamdı, bulmamdı. Şunu da oylaş gerek aldılar. Onun için sahani düşengendin ki nimiş için Yahudiler 2000 yılında aldık isimini kötürep çıkıyordu. Hatta mani deprey. İngilizcesi Macedonya, Uygurçada Makedonya değil mi değil mi? Bir devlet var. Hristiyanın yine. Batti değil. Grisya bu sen Makedonya buluvarsan Alexander Makedonoviç mi? Alexander Makedonoviç o Mahmud babamız bir yere kelgende Zulkarneyn digilge adam Alexander Makedonoviç. Aşı adam Grik bulmasın Makedon bolup kalıdı dep tarihi bir adamga ega chiqimiz deb Grisya. Sen bilirsin onu qilmaymiz, onu qilmaymiz, bunu qilmaymiz deb qurilgan 2013 ma qurildi Makedoniya. Unutib qoldim. Bultu ismini o'zgartirdi. Shimoliy Makedoniya bo'ldi hozir uning ismi. Ya'ni tarixga munda sahip chiqadi. Tushunarlimi? Tarixdagi bir odamning ismi agar bu davlat Makedoniya bo'lib qolsa, bu tarixdagi bu shu Qashqargacha borgan bu odam Grek bo'lmasdan Makedon bo'lib qoladi deb bir davlatning ismini shu bo'lmasa Kalyanni bog'imiz chaylaymiz deb besim qilib turib o'zga davlatning ismini o'zgartirdi. Kichik davlatni. Bunda sahip chiqdi. Ama biz tariximizga sahip chiqish unda chaqchaqilgan narsa emas qarindoshlar bu. Ayadikilar mundaq demaydi. Qozog'istondagi qarindoshlarimizga mening deydiganim Reyni Batur'un ben bir vaqtda 9 sekundlik bir videosunu chiqarib qo'ydim. Mening ajdadim Şərq Türkistan'da tug'ilgan, men Şərq Türkistan'da tug'ilib cho'ng'ilgan deb so'zlagan. Reyni Batur Şərq Türkistan uchun urushdi. Şərq Türkistan uchun yashadi, can aldı, yarlandı degan. Qozog'istondagi qarindoshlarimiz Reyni Batur'ning avlodlari. Şu ofislar, şu sabdashlarning avlodlari. Ecdatdan tenishga bo'lmaydi qarindoshlar, bunu unutmayın. İkinci sual neydi? Nima? Birlik sep kuruşqa kuch ketamdi, zorlaydi. Zorluğuş güçtü.
tişiden zorlamış güç ketmeydi. İşçiden intildiğine işçiden kozgatmış güç ketdi. O işçiden kozgatmış güç birkaç taraftan buldu. Birincisi ideologiya bilan bo'ladi. Bu pishiyotidir, aytilyapti. Mana shu masalalar, shu bir qancha savollar so'ralganda bu masala ideologiya chiqadichu o'tirib. Bu pishiyotidir. Hozirgi shu talash tortishlar hamma narsa normal, ammo buning ikkinchi tarafi nima bo'ldi deganda, shu ham sistemni chalishimiz, ammo bu normal shu fikr munozara fikr tug'ilish jarayonidan qanday yaxshi o'taymiz deganda, bugungi temamiz salohiyatimizga, mas'uliyatimizga diqqat qilishimiz kerak hammamiz. U birlik qanday birlashadi, qanday shakllanadi deganda ideya pishadi. Tashkilotlar bir isloh bo'lishi kerak ichidan. Ve G'arbning yoki demokratik davlatning tashkilotlaridek bo'lishi kerak. Islohot bo'lishi kerak ichida. Ondan keyin islohot bo'lgandan keyin tabiiy bir keladi, normal shu. Shunga ichidan qo'zg'atish kuch kerak, deshidan hech nima kerak emas. Anadaki en mühimi teşkilatın beşideki adamlarımız tarihi devirdeki siyasi mesuliyetini unutması gerek. Ben bunun davetime dikkat kılmaya buluşu mümkün. Muşu devirdeki hemmimiz tarihi izilimiz. Bu diginin bizdelik acayip nocadem kedip izilimiz diginmemez. Muşu çünkü onda kritik tarixning bir burilish nuqtalari bo'ladi-ku. Bundan nuqtadagi shu nafas olgandan yo'talgangacha sizga to'g'ri kelib qoldim aka. Hamma narsa yeziladi. Ya'ni biz yo tarixning oldida bir xalq butunlay assimilyatsiya bo'lib qirg'in bo'lib yo'qolib ketganda chet eldagi oqmas gulları qanday qilgandi, yaramaslar qanday qilgandi deb yezilimiz, to'qolon po'qolib yezilimiz gapning o'chig'i. Yoki bo'lmasa xalqimiz qutulishda chet eldagi mushular qanday harakat qilib, qanday bir yordamda bo'la oldi deb Yahudilardek izlin. Men bu Yahudilardan ularning tarixini nimasiga havas qilib nima olmayman-ku, misol olmayman. Mening o misol berishim Allohning tarixiga yozilgan shaklini da'vatim. Shuning uchun bugungi siyosatchilar, bugungi tashkilotning beshidagi hammalar beshimizni silkitadi. Tarix bizni kechirmaydi. Hozirgi davrda. Chunki siyosatning mas'uliyati, siyosatchining mas'uliyati mundaq narsa. Bugun biz bugungi qolgan bo'lsak, ziyolidan, o'limadan, xo'jalardan ko'maysa. Bugun bu kunda qolgan bo'lsak, siyosatchidan ko'rsa. Bizning generallarimiz yengilmadi. Bizning nimalarimiz yengilmadi. İqtisod musobaini tilga oldimiz. Ablaboy va Balasvoy va Qozoq qadam Sharq Turkiston Cumhuriyetining qurilishini qo'llagan. Baylar hemen hepsini töktü. Ama siyasetçilerimiz yenildi. Şunun için halk siyasetçiler yenilgen vaxtıda halk bunun derdini işte 70-80 yıl, 100 yıl daha durdu. Yeni birisiga siyasetçiler ve bugün ekranda ziyalilerime bak ağzıga dikkat kılmagan vaxtıda halk cidal çıkıyordu. Siyasetçiler mesuliyetini ada kılmaganda o ben ekranga chiqqanlar bo'lmasa xalq so'qasi yaxshi olmaydi deganim bu hozir to'g'rida mundaq bo'lyapti. Ertaga bir to'xtanglar biz yerda bir shuvaka nima qilaylik desak, bir-birimiz bilan qanday ish yo'lda o'ylaymiz. Siyosatchisi, ziyolisi, byurokrati, yana birimiz aktivisti tan gapirish emas, mas'uliyat. Og'zimdan chiqqan gap nega boradi? Bir, ikkinchisi Xitoyning og'zi bilan gaplatyapman demak, kimning og'zi bilan gaplatyapman. Bu javobning xulosasi İşki qo'zg'atuvchi omil ideologiya bilan bo'ladi. Ikkinchisi da'voning beshidagi odamlarning vijdoni bilan, axloq bilan. Ba'zi qarindoshlar videoni beshidan ko'ranmaganligidimi yoki kallasi tushunish, hazm qilish nimasidanmi? Beşideki mezmunda kısıkça bir soraptı. Mesela Abdullah Ayıp Efendi'nin ki ballağa alakadar yazgan tarih kitabındaki metot hatalıqını yani bir toxtulub bergen bolsa depti. Beşideki bence videonun beşini körüp varsunmu yoki bir ta'kidlashni to'g'ri ko'ramsiz? Mandaqday qo'yni qassab qo'ysin. Tarixchi yazsın, tarix kitabını yana birisiga yazgandan keyin hamma sohada kitap, mesela men iqtisod to'g'risida kitap yazsam, iqtisodchiga uni tahrirlatdim. İqtisod fanlarining doktoriga ya professoriga
tarix to'g'risida kitob yozgan bo'lsangiz, tarix fanlarining doktori ya tarixshunos. Masalan, Amerikada Qahar Barat var, doktor Qahar Barat akımız. Amerikada doktor Nabijan Tursun akımız var. Tarix, men ularni tanımayman-cu, şəxsi bir akenilik münasibeti var kedimen ular. Bu ikkiylem belki menin ismini çıkargani mümkün, beyran qalan boluşu mümkün. Tanımayman, ama ularning eserlerini o'qigan birsiman. Bular tarixshunos, bular kasbning egisi. Turkiyaga qarasangiz tarixshunoslar va turkologlar va nurg'ulg'amani professorlar, doktorlar ishni kasbning ahli qilmaganda qiyomatni o'ylanglar degan hadisimiz bor bu. İş munchilik oddiy. Yani bu Abduvali Ayıp efendim gibi bir hapılık ya şahsi bir narsadan devatmayman. Yeni bir tekrarlab qo'yay. Abduvali Ayıp efendim bilan yeni ko'rishiman, yeni mungdishiman, o'tiriman, bu shaxsiy narsam yo'q. Hatto şu balla ma'rif to'g'risida Sharq Turkiston yoshlar qurultiyining faoliyatlarida yordam kerak bo'lsa, biz hamkorlashib ishlaymiz. U hech qanday masalamiz. Shaxsiy narsani men manda bir va'da beray. Adamlarning bo'lgan shaxsiy og'indachiligimni yana bir narsamni men ichimda elib bir yerga qo'yib qo'yib turib mashina qilyapman. Ne Abduvali Ayıp efendimden bu suallarni so'rgan vaqtimda uning bir shaxsiy adovatim bo'ldi. Ne Nuri Türkel efendimden sual so'rganda bunday bo'ldi. To'g'ri, xato deb birisi chiqib kesmasa hozir bu da'vo endi bunda mas bo'lmaydi. Endi bu da'vo sistemlashudi, kasbiylashudi, hamma odam kasbi bo'yicha ish qiladi. Musa Efendi'nin kesbideki kesbi seviyedeki ilmi metotlarını öğrenişke deslepki kirişte tavsiye kılan kitaplı var mı? Men qaysi tilda kitob o'qiy oladiganini bilsam, nim qilsam bo'ladi, tavsiya qilsam bo'ladi. Men hamda Uyg'urcha, Turkcha, inglizcha o'qiyman 3 tilda. Xitoycha bek yaxshi emas, men chikatga uzun bo'ldi. Buni oldinday. Onun kendim men mendaq bir narsanday, mana bu nimlarga yosh qarindoshlarimiz bor. Bizda hozir shu tarixshunos odamlar, sosiologlar va xalqaro munosabatlarda inson tarbiyalayotgan muallimlar bor. Men bu yerda ziyoliga o'lchimimni davatay. Men Uyg'urchadagi ziyoli diplomdan bir nilib ikki qalamni yonchiq qistasa ko'zoynakni taqsa ziyoli deymiz biz. Xalqaro o'lchamda emas. Xalqaro o'lchamda ziyolining jiq ishlari bor. Mening o'lchimim nima shaxsan mening. Ziyolilik o'lchimim nima desanglar, mening o'lchimim ma'lum qarindoshlar. Ziyol, men o'zim ziyoli emas. Men ziyoli deb qarmayman o'zim. Buni nimalarda deb turibman. Başka qarindoshlar ziyoli manda oldu degashga sen ziyoli bo'lsang menda masavirim mandaqga men ziyoli deb chiqayotganimda men o'zimni ziyoli deb qarmayman. Mening nazarimdagi ziyolilik akademik degan nima? Cho'qim doktorlikni bitirgan va oliy maktabda dars o'tayotgan ya dars o'tgan. İnson tarbiyalayotgan oliy maktabda dars o'tdi. Vatanda oliy maktabda dars o'tdim desa bek aldanmang qarindoshlar. Vatanda magistr unvoni bormi dars o'taverdi. Bu Xitoyning sistemasi o'xshamaydi. Men chet elda PhD doktorlik olgandan keyin magistrni o'qita olasiz. Professorlar magistrni, doktorni o'qita oladimda bir protokol degan bir narsa bor-ku, hurmatda qoidasi degan narsa bor. Mesela oliy maktabga kirib biz bakalavrilik o'qiyotganda professorga o'tamayoqqa oxinimkan desak, tepkan peti chiqib ketadi. Şuna ziyoli akademiklar mening nazarimda. Agarda bu qarindoshimiz o'rganmoqchi bo'lsa, ishdan sirtda o'rganaman desa, menga ayrim qatiyatsin xalqaro munosabatlar to'g'riliq men qarindoshlarga Uyg'urcha tarjima qilgan kitoblarni avatib berdim. Qilib birman so'rasa, agarda bakalavrilik va magistrlik o'qimoqchi bo'lgan qarindoshlarga mening buyrug'im emas, tavsiyam Profesör Abdurashid Jalol Qarliq, Doktor Erkin Akrem ve şununla o'xshash Türkiye'deki ziyolilarimizni biz kopyalayıp verishimiz gerek, ko'paytirib verishimiz gerek. Bu adamlarning bilimi keyingi avlodlarga eqishi kerak. Shuning uchun bakalavrilik, doktorlik yoki magistrlik o'qiydigan qarindoshlar mushu ma'lumotlarga o'quvchi bo'lib kirib, bilimini ilmlab. Ma'vu nimada ilim sahasida mesela dinni nimidimi belki imam Hanifi deymiz bilimni chiqarsa evlat qanday taqibini yaxshi tushunadi hammaylar qanday ustoz shogirdini aytmaydigan gap bizga
bu ustozlarning bilimini kopyalash, ko'paytirish bizga bir yosh avlodlarga bir farz. Men Turkiyada agarda bir tashkilot bo'lib yo yoshlar olganimizda mening tavsiyam shuki. Butun o'quvchilar mushu Turkiyadagi turkolog, jamiyatshunos, xalqaro munosabatlar o'qituvchilarning peshidan qo'llash kerak. An'anaviy uslubda shogird kirish kerakmi? Kirish kerak. Hozir bizga bu odamlarni kopyalash kerak. Undan keyin o'sha odamlarni kopyalab bo'lgandan keyin bu odamlardan chunki o odamlarda o'zlik bor. Uyg'urlik bor. Masalan, mening bu yerda nimam pushayminim, bu yerda g'arbning narsini o'qib, o'zingizni tushunmasiniz, men beshadiga orientalist bo'lib qolish ehtimoli bor-ku. Men jiroqdan o'zimizga intiladigan. Masalan, bizda g'arbning hamma nimasini biladi, Rostovmani degan, yana bir simani degan, Kantmani deganni bildiganlar, ammo Mahmud Qashqariy nima degan, Yusuf Qasajib nima deganni hech kim bilmaydi. Bunday qadamlar orientalist nimasiga chiqib qoladi, o'zi bilmaydi. Shuna oldinda o'zlikni kopyalash kerak. U yerdan chiqqandan keyin g'arbga chiqib, g'arbdagi ilmni o'rgangan eng yaxshi. Meni tavsiyam ham ina singillarimiz. Allah razı olsun. Bir kardeşimizden tavsiyesi oldu, yani talebe. İslamiyet'teki birinci bedideki salahiyet meselesini xalq qarshisidagi odamning salohiyatini, qaysi xil salohiyat egasi ekanligini qanday bilalaymiz deb bir savol tashlabdi. Güzel. Yüzügülü so'raysiz. Birisi bir gap qilsa, sendan salohiyatingizni o'zidan so'raymizmi? Yüzügülü so'raysiz. Senin salahiyetin, men ilk Abdurrahman Hasan qilinishim bilan savol so'rashganda salahiyetingiz nima dedim bu? Deganki salahiyetim dedi, men o'zimning mening salahiyetim men mustaqil kuzatuvchi dedim. Çünkü mustaqil kuzatuvchilarmi kerak. Men yana ism oldigan bo'ldim, bu yerda Akram ilk efendim hech qanday tashkilotga a'zo emas. Ammo butun shu bizning vaziyatimizni, ishki, tashqi ishlarni kuzatib turib, shu bir narsa e'lon qildi. Bu odam mustaqil kuzatuvchi degan shu. Buni inglizchada rasmiy ismi bor, bularning observer deydi. Yani kuzatuvchi. Bu odamlar kerak bir jamiyatga. Uni berib sen demiş namoyish chiqmaysa desak bo'lmaydi. Chunki u odamning yaxshi qila oladigan ishi shu. Shuning uchun har qanday odam oldingizga kelib, Uyg'urlarga bunday qilamiz, biz bunday qilamiz deganda sening salohiyating nima? Sen kimga vakolatdan gapiryapsan? Masalan, men nima deyapman? Men Dilyar Musabay bütün Sharq Turkiston yoshlarga vakillik qilaman demayman. Unda salohiyatim yo'q. Mening salohiyatim Sharq Turkiston yoshlar qurultiyiga va udunga a'zo tashkilotlarning a'zolariga vakillik qilaman. Salohiyatim bu. Har qanday odamning gapirganda bir salohiyat bo'lishi kerak. Shu salohiyat. Anadan tashkilot rahbarlari chiqib, dunyo vaziyatini analiz qilgan ig'irchi aslida qilsa bo'lmaydi. Tashkilot rahbarlari tashkilotning siyosiy vaziyatning ishlarimizni so'zlash kerak. Analizchi akademisyenlarning analizchilarning ishi. Men burun analiz qilatdim, hamda dunyo vaziyatini analiz qilib bersam, salohiyatga to'g'ri kelmaydi u. Men qarishingiz qanday deb savol kelib qolsa, birinchi savolga javob berib o'tkazsam bo'ladi. Shunga yuzigini so'raysiz birinchim, salohiyating nima? Tugadi. Ba'zilar siz siyosatchimi deb so'rabdi. Men sharqqa hozir qilayotgan ishim mundaqday mening hozir nima ish qilayotganimni, shu yozmalar bilan qanday qilayotganimni tushunganlar tushundi. Bu sohani tushunganlar tushunyapti, nima ish qilayotganimizni bizni. Biz bu mundaq gap. Sharq Turkiston davosi siyosiylashishi kerak. Siyosiy bo'lish uchun oldi bilan siyosatning qoidalari tuzilishi kerak. Masalan, bir top o'ynamoqchi bo'lsangiz, oldidan topning maydoni va topning qoidasi tuziladi. Masalan, topni tepayli deb reper uchtakni chalsa, bir quchoqlab yugurib ma'si bo'lmaydi. Bu yerda qoida bor. Shuning uchun siyosat shakllanish uchunmi oldida siyosatning qoidalari tuziladi. Turk siyosati deysiz, Amerika siyosati deysiz, qoidalar bor. Uning uchun axloq, ichki siyosatda axloq muhim narsa. Tashqi siyosatda axloq bo'lmaydi, xalqaro siyosatda. Shuning uchun biz nima ish qilyapmiz desangiz, qarinishim, men siyosatchimi bu savoldan burun bizda siyosat bormi uni so'raymiz oldin. Siyosatning arenasi bormi? Siyosatning qoidasi bormi? Siyosatning maydoni bormi? Men nima ish qilyapman qarinishim?
şu siyaset meydanını bir hasıl kılaylı, kaide bilen, kesbi bilen bulaylı, andaki şu meydana ben siyasetçi kireydi adım. Siyasetçilerin bir sok kireydi adım. Su bolsa anda su üzücü olur demekçi mi? Ha, o siyaset degen kaidesi oldu. Mesela bunu manda bırak içip birey. Türkiye'nin siyaseti, işki siyaseti kızılsızakla oldu. Nimo desenler? Türkiye devletinin yıkılması. Türkiye devleti yıkılsa siyaset kalmaydı. Herkese başkurdu seni. Şunun için açta kızılsızakla oldu. Yani ulusal menfaat kikege vaktida Türkler burun milli menfaat de etti ama virüs çıkan ki ulusal menfaat de tazı asli doğru sözünü işiltişki başladı ya olamı. Şunun için vazgeçmeydiğen hem siyasi güçlerinin bir ortak kıymet karşı oldu. Bu aşı siyaset arenasının bozulmaslığı. Bunu yeni bir düşünüş oluş için yeni bir misal vereyim. Amerika'da bir sayılan oldu. Trump yendi, Hillary Clinton yenildi. Trump çıkıp nimdeydi. Hillary Clinton hazır bana telefon kıldı, beni tebrikledi. Şunun için de gibini başlaydı. Şunlar mı? Nimi üçün? Öyle baktınlar mı? Nimi üçün? Eğer de Hillary Clinton çıkıp ben onu tebriklemeymen, ben onun yengini itiraf kılmayman dese Amerika'da şiki uruş çıkıldı. Libya'ya, yan bir yerge Irak karanlar, hükümetlerini işlep baktı. Ben onu itiraf kılmayman dedi. Hazır Venezuela'ya karanlar. Ben onu itiraf kılmayman dese şiki kriz çıkıldı, uruş çıkıldı. Şunun için Hillary Clinton'un ya garip siyaseti ya Türk siyaseti de siyasetçinin mesuliyeti. Gerçi onun yenginde içilpatma, içidimay, oturanmaya kalkan bozumu devlet menfaati, halkının birliği için çıkıp tebrikleyse yani. Ben sizlerden sual sorayım. Uygurların siyaseti de yenilgen birbirisini tebrikleyip baktı mı? Demek bizden siyasetçilerimiz siyasetçi emez ve arena tehi yeterlik emez. Bu siyaset diyen seviye talep kıldıgan yoğun kan kosak kıldıgan neyse bu. Sizden bir teşkilatla yenilişiniz mühim emez. Ayet ki vatan mühim. Çeteldeki siyasi teşkilatla ve sistemanın kaidesinin içinde oynayısız çık kulakını yupurupla koldur sözler mangadek mağabetim ben de söyleyen kümeye baskan terektordaki tokurlap gittiği bile ma halk nin buluduğunu uylaş gerek. Ona dikin siyaset olurdu. Bizden davada Xitayını çıkıp tırlasa siyaset de böyle. Siyaset ondan nesemez. Siyaset degen bir senet. Vatan menfaat üçün oynaydıgan bir senet o. Ahırkı sual hesaplarının sonu şu. Kandak kılgan çağda bugünkü bu çeşilen olukunu birleştireleyimiz dep. Bek uzun sualken kıskartsam. Ben kerindaşlarga mındak bir ümit vereyim. Kerindaşlar Şarkı Türkistan Yaşlar Fronti'yi kilovatıdım. Şarkı Türkistan Yaşlar Fronti'yi hazırgıca nemi kıvatımız, kanuni resmiyeti ötküzüvatımız dağıtımız. Bunu mındak oylanlar. Bugünküçe Şarkı Türkistan davası da mavu minin nizamnamem mavu ma devletinin kanunundan öttü. Şunun üstündeki şu maddeden ben bu teşkilatın reisi, şu maddeden ben xilaflık kısam, a devletinin kanunu için beni cezalıyalaysa diyen teşkilat çıktı mı? Biz şunu kıvatımız. Mesela ben teşkilatın peşindeki baş katip, ben hatalık ötküzsem, bana teptiş ceza verdi, beğen cezayı ben unutmasam bir devletinin kanunundan ötken gücü var. Şunun için qarindaşlar, bizga azroq vaqt beringlar. Sharq Turkiston mustaqillik harakati, Sharq Turkiston muhojirati bu yosh eqim bilan isloh bo'lishga boshlaydi inshaalloh. Men bunda va'da beraman, siyosatchidek yaqilay, umid beray. Buning uchun jiq proyektlarimiz var, jiq narsalar var, vaziyat kuzatish var. Allah razı olsun, yenimizde akademisyen ustozlarimiz var. Bulardan teklif fikirlerini ilyapmiz, mingyapmiz. Allah xolisa bunun nimasi kelganda pishqa vaqtida chiqmayan vaqti kelganda dedim 4-5 yil emas. İnşallah 3-4 ayning ichida. Shuning uchun umid var bo'laylik. Yana bir narsa, hozirgacha ko'rgan davadagi odamlar, hozirgacha davadagi kuch bu Sharq Turkiston kuchining umumiy kuchi emas.
Davanın içine kirgen cık yeni qallar var ve tek kirmeyenler var. Cık talantlı adamlar var kirmeydi olan. Ulanı ekiriş gerek. Ondan ki menin burundan bir gepim var. Eğer de Şarkı Türkistan Müstakillik Hareketi hazır 30 hesaplı $1 milyon pulu elip iş kıvatkan bolsa, bu herkesmin Şarkı Türkistan Müstakillik Hareketi'nin $1 milyon dava işgalligini bildirmeydi. Bu bugünkü rehberlerimizden $1 milyon işgaligini bildirdi. Şarkı Türkistan davası 20-30 milyar dolar bilan oldu. Ve şunu kötürelaydigan, şunu kılalaydigan seviyeye kelgan vaqtimizda kilo da pullar kilgaydı ensirmem. Bazı qarindoshlarninki Sharq Turkiston yoshlar qurultiyi haqida so'raydiganlar bor ekan, ammo sal qiziqishi bo'lgan bo'lsa, aslidagi temaga aloqador burun o'tib ketgan suhbatlarga murojaat qilish to'g'rimikin deb qaradik, lekin mishal bir tushunch berma desangiz, nima programmaning hurmatingiz uchun ma'qullaymiz. Burunma programmalarda sözledim bir, ikincisi programa vaqt uzarab ketmesin, zerik to'plamsiz. Üçüncüsü Şarkı Türkiston Yoshlar Qurultayida yalnız men yo'q-da, yana boshqa nimalar bor. Şarkı Türkiston Yoshlar Qurultayining ichki ishlar mas'ul xodimining xizmat davrasi shu ve o chiqib sizga maxsus programma berib, bizning tashkilotimizni tanishtirgan programma bo'lsa bo'ladi. Shuna qilindingiz. Undaqda ko'p rahmat. Bugungi bu shu salohiyat masalasidagi tushunchalar asosan bir nuqtaga keldi. Ya'ni bugun Sharq Turkiston xalqining menga kelganligi butun nimasini xulosalasa, menga paydo qilgan ta'siratini bugungi leksiyani bu suhbatniki. Ya'ni ilgiriki mangan tarbiyalar mang'ış emas, bugünkisi ilim ve şu ishning sohasida mutaxassislashishni tashabbus qilganlik o'tira chiqdi, mana shunda tuyuldi. Har sohasi mutaxassislashsin, xoslashsin degan bir nimada. Erkin Ekrem Ma'lum mundaq gapni dedi. Buna dikkat qilish kerak. Hozir ilmiy siyoset davri dedi. Siz hozir degan gap shu. Ilmiy siyoset, demagogiya davri emas. Abay ben degandek Uyg'ur qini yo'q, o emas. Ilmiy siyoset davri. U hayajon bilan xalqqa gaz beradigan, xalqni qo'zg'aydigan davr keladi. U hozir emas. Hozir ilmiy siyoset bilan, bilim bilan nazariyaga tushgan, xalqaro asosi yoritilgan gap bilan ma ishning arenani yaratish kerak, ulini selish kerak. Hozir ziyolilarning ilmiy siyosatning qonun chiqaradigan bunda ilim davri hozir. Tamam. Tushunishga bo'ldi. Oxirgi tavsiyalaringiz yoki boshqa qistirumlaringiz bo'lsa, alli, bo'lmasa taqayli. Sharq Turkistonlik qarindoshlarga mening deydiganim, Sharq Turkistonning mustaqilligiga eng yiqilishyapmiz. Umidvor bo'layli. Allohning islom bilan uchrashgandan keyin dunyoning 1000 yil islomning vazifasini ko'tarib mangan bir millatning bir parchasi biz. Bizdan boshlangan shu. Biz tunji islomga kirgan turk o'yi. Shuning uchun Alloh bu millatni inshaalloh bundaq nobud halak qilmaydi. Buning ishini aydi. Allah'ın bir planı vardı, Allah'ın bir uğurlaştırışı vardı ama sebep bizden. Şunun için bizden en ahırkı gücümüz, ben demiştim ümit diye isimini işletken burundan kalem ismi kılıp, ümidimiz ile itikadımız tüygen günü biz tüygemeyiz. Ümidimiz ile itikadımız tüygemeyince biz tüygemeyiz. Bunu da tüytenmeyiz. Şunun için en mühim ümit ve onun bu işkençimiz itikadımız. Bunu için tutayım. Belki mandaq narsa e'tiqod emas, andaq narsa e'tiqod emas degan bizimdan yozayotganlarga salohiyatning nima deb so'raydi. Tamam? Umidvor bo'laylik qarindoshlar. İnşallah Allah nusratni berdi bu xalqqa. Bo'lgandan ko'p rahmat sizga. İnşallah aldığımız fursatlarda yana tekrar yüz görüşümüz. Omon bo'linglar. Assalomu alaykum. Va alaykumassalom. Muhterem qarindoshlar, bugungi program bu kadar bo'ldi. Men ortiq gap qilmay balki hammadan charchadik. Aymonlar tekrar muborak bo'lsin. Do'stlarga tavsiya qilib qo'yishni unutmanglar aziz qarindoshlar. Hozir qadar 130 ning tepida adam ko'rdi, ammo
ortaklaşkan mı, hem bäherleşken değil, paylaşkan mı dep koyayım Türkçe. Adam 72 bağmaptı. Okşaş menbäden rızıklanğanlarning ortak pikirge keliş musabisi tiz boludu. Onun üçün aziz qarindaşlar, agar bugunki balay musibetlerden qutulamiz desek, to'g'ri fikrlarni tarqitishga sal qaramayli. Buningda sizlarning bir qatqanlar bo'ladi inshaalloh. Shunday qilib biz mustaqillik yo'lidagi izlanishlarimizni davom qilyapmiz. Yani davom qilamiz inshaalloh. Aldığımız kunlarda yana tekrar yangi fikrlarni diqqatingizga sunishtirishimiz. Fidoylar ekran ulaşıştığımız bilan her saha, her fikir, her iqimga asasen ortak, yani o'xshash muomala qilib kelayotimiz. Aql, manga va yurak o'zinglarda aziz qarindoshlar. Aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.